Sardor. Mazzali lahzalarni bo'lishamiz. Aka, xush kelibsiz. Rahmat shunchalik. Rahmat taklif uchun. Bugun ko'rsatuvimiz qisqa qilib aytganda, siz o'zingiz haqingizda va kecha va undan oldingi yangiliklar haqida izcha suhbatlashamiz. Sizni fikringizni bilamiz. Bo'ldi. Qo'ldan kelgancha. Har xil temalar. Xursandchilik ham bor, Xafachilik ham bor. xafachilik ham bor, sayohatlar ham bor. Jahlingizni chiqaradiganlar ham. Sizdan undan eski anaqalar bo'ladi, nima deydi, o'tmishlaringiz bor-ku, o'shalarni ham davr ko'raylik aka. Lekin bunday o'ylab qarasa, qo'rqadigan narsam yo'q ekan. O'tmishda ham. Bemalol, Cringe bo'lishi mumkin maksimum. To'g'ri. atak lekin cringe bo'yicha chempionsiz desam ham bo'ladi. O'zingizdan qo'yib yuborasiz, hamma cringe'lar ham bor. Ingliz tilini o'rganayotganlaringiz, boshingizda break dance tayyorlanayotganlaringiz. Cringe shuni O'zingiz yozib qo'yasiz, cringe. Faxrlanaman, deymi? Boshlab qoladi yana. Cringe, ha? Cringe deb. Bor gap. Tak, aka eski postlaringizga o'tsangiz deb O'taymi? Ocham hozir Instagram. Bu istoriya eski postlaringiz. Bitta rasmingizga ko'zimiz tushib qoldi. Ajoyib, juda bir manfaatli. Manfaatligini nechi? Mana aka, mana shu hikoya haqida bu Hikoyasi nechi? Bu 2017-yil adashmasam. 2017-yil 23-iyulda ekan. Birinchi marta o'z qo'llarim bilan burger tayyorlaganim jiyanim bilan. Jiyaningiz bu? Ha, jiyanim. O'xshar ekansiz. Men piyo emas, oldin aytib qo'yamiz. Bu xlebni kiray. Bu kvas, o'sha paytda chiqargan kvas. Hozir chiqmaydi. Qalay chiqqan aka? Mazasi haligacha esimda boshlasammi? Esimda yo'q qanaqa chiqqani. Lekin maza qilganmiz. O'shanda adashmasam 2-3 tadan yuvdiydi. Yo'q, 2-3 tadan burger bosib o'rganmiz. Blogerlik sohasiga kirib kelmagandingiz. Yo'q, blogerlik haqida hali tush ham ko'rmayotgan paytim. Bu farmatsevtika sohasida o'qiyotganim va ishlayotganim. Ya'ni aptekada, dorixonada ishlayotgan paytim bu. O'shanda menimcha qanaqadir pul tushib qolgan bo'lsa kerakki, bozorlik qilib, o'zim pishirib burgerlarni bosib olgan. Vegetarian so'zi ko'zimga tushdi. Bu yerda nimadir? Yo'q, bu endi men u paytda inglizcha kinolarni ko'p ko'rardim. Inglizcha kinolarni ko'rib, o'shani taqlid qilishni yaxshi ko'rardim-da. Boya gaplashdik, cringe haqida-chi. Sizlar bilmagan hali qancha cringe bor. Ya'ni eng yaxshi ko'rgan kinolarimdan bittasi bu Pulp Fiction, kriminalniy chtiva kinosi. U yerda shunaqa sahnalari bor-da. Mana u sahnani biz mustaqil ish qilib o'qishni topshirganmiz ham. Ya'ni o'shani iqtibozi desa ham bo'ladi. Big Kahuna Burger. That's that Hawaiian burger joint. I do love the taste of a good burger. U vegetarian so'zi chiroyli bo'lgani uchun yozib qo'ygansiz? Yo'q, o'sha iqtiboz, o'sha filmning ichidagi iqtiboz, ya'ni filmdagi qahramon nima desa bo'ladi? Bostirib kelgan joyidagi bitta odamdan so'raydi-da, burger yeyotganda. Tipo, men ham yeb ko'rsam maylimi burgeringni deydi. Yeb ko'radi. O'sha sahnasida o'sha iqtibozi bor-da. Big Kahuna Burger. That's where Hawaiian burger joint. Nimadir degan gaplari bor-da, xullas. My girlfriend is vegetarian, but I really like taste of this burger. Deb qo'yadi. O'sha joylarni esimda qolib, o'shani yozganman iqtibozimda, tushunasizmi? Ingliz tili bilmaganlarga hozir Juda qiyin bo'ldi. Zo'r o'tiribmiz bitta deyaptilar. Hammasi zo'r. Men xursandman o'tirganimdan billah. Bitta videongizni ham ko'rdik aka, menimcha o'qishga kirgan paytingiz bo'lsa kerak, juda xursandsiz. Lekin hozir agar bunaqa video qo'ysangiz, kami shu 15 15? sutka. Yo'q. Voy, eng qizig'ini edi hozir lekin. Nima aka? 15 sutka bo'lmagan, lekin 2 sutka bo'lgan точно. Yo'q, o'sha paytda ham Mashinani ana shtrafnoyga tiqishgan. Lekin Nima o't yuribdi? Bantik bo'ylab qo'yishganmi? qani? Nimadir o't yuribdi bor. Yo'q, anaqa bu selfie palkani pastidagi anaqasi, dumi. Mana shu videoga ham nima bo'lganmi? Yo'q. Yo'q, boshqa. Bu xullas meni hayotimdagi eng kriminal nima desa bo'ladi? Действиes. Kriminal paytlarimdan biri. Zalolat davrim. Don Carleon. Bu o'zi to'g'risi uyalaman bu voqeadan, lekin bo'lgan voqea.
va o'smirlarda menimcha shunaqa narsalar bo'lib turadi. Bu mashina o'zi meni o'rtog'imni amakisini mashinasi, Captiva mashina. Va bizani uyga, ularning uyida remont bo'layotganda bizani uyga qo'yib turish iltimos qilishgan edi. Bizani uyga adashmasam bir haftami qo'yishganda, men u paytda endi mashina haydashni o'rganayotgan, mashinaga mukkasidan ketgan paytimda, tushunishingiz uchun o'sha u paytda men Focusni zo'r bilardim. Bitta Nexia'si bor og'aynimga aytardim, men senga Focus o'rgataman, sen menga mashina haydatasan debdi. O'sha paytlarda bu mashina bizani uyda bo'lib qolganda. Kunlardan bir kuni. Kechqurun soat 11da menga bir ajoyib g'oya kelgan. У меня нет мозгов, Но зато есть идея. зато есть идея, boga. Bunaqa g'oya kelgan. Shu mana shu ertaga oshga borishligi kerak edi, o'rtog'im va amakilari. Shu mashinani zapravka qilib kelsam-chi degan. Yaxshilik. U mashina firmani nomida bo'lganda, ularning ham nomida, firmaning nomida bo'lganda, zapravkani ham ko'rsangiz, Captiva endi ichib tashamaydi men benzinni. 5 litrni quyishga olib chiqqanman deb. U ham bo'lsa mahallazon oldida edi, zapravka. O'sha olib chiqqanman, zapravka qilganman. Keyin ishtaha ochilganda, "Davay, naryoqdan bitta aylanib kela qoling." Keyingi razorotdan qayla qoling. Borib tushganman, Bratskiy Mogila tarafga tushganman-da. Razvorot qilib, kechasi ashulalarni qo'yib, siqilib, takoy bo'ladi-yu. Eshitganman paytda. Eshitib kelyapman-da, bombosh ko'chalar, shamol, shabada yuz yuryapti, sochlarim bor uchyapti. Romantika-da, bitta o'zimman. Chorrahaga bundoq kelyapman, naryoqda gayla turibdi-da. Shunda chorrahaning narigi betida-da. Tushunishingiz uchun chorraha bombosh. Hech kim yo'q. Bombosh, bitta men borman. Ular zerikib ham to'xtatadi deb 100% bilaman-da. U hamma narsa remelda taqilgan, hammasi cho'tki. Lekin men pravam ham yo'q deb aytdi cho'sma. Mashina firmaning nomida. Davermisiz hech nima yo'q. Hech nima yo'q. Просто qayerdan Yuridik jihatidan hech nima yo'q-da. Endi meni o'sha paytda necha yosh bo'lganman? 15-yil adashmasam bo'layotgan 20 yoshli bolani ichida bo'layotgan tuyg'ularni tasavvur qiling-da. Yuraklar qinidan chiqib ketdi, tuk menimcha bunaqa heart rate hech qachon bo'lmagan-manda. Sekin oldiga boryapman. O'tib ketyapman, men yashil yonda o'tyapman, men tuturishibdi. Bunday o'tyapman-da, bitta balkani ko'taryapti, ichim shu qotdi-da. Bunday nariroqqa boryapman-da, to'xtayapman. Orqamdan kelishyapti-da. Kelishi bilan bosib ketyapman. Endi men shokdaman-da, chunki nimadir qilishim kerak. Men tushunmayman, menda hech qanaqa yo'q, prava ham yo'q, доверенность ham yo'q, hech nima yo'q. Men eng nomaqbul yo'lni tanlaganman-da. Ya'ni ular kelayotgan paytda, ya'ni piyoda yurib kelayotganda oldimga kelishi bilan bosib ketganman-da. Ular ham mashinaga o'tirib, yana orqamdan bosgan. Keyin ketdi yog'iga, men bosyapman, u yoqqa yuraman, bu yoqqa yuraman. Oxiri o'zim mahallamga kiraman, bilmayman nimaga. Balki mahallada bekim oladigan joy bor deb o'sha qani. Ular ham zo'r bosar ekan-da. Men endi unaqa zo'r bosmayman. Amallab kiraman, lekin orqamdan qarayapman, yetyapti. Men hech qanaqasiga oshib keta olmayapman-da. Keyin o'sha mahallaga kiraman-da. Uyimdan ozgina o'tib nariroqda to'xtayapman-da. Buratam sirasi tushib. Yo'qmi, yopib uyga kirib ketavermas. Mashina eshigini ochib, olib tushib sirasi alkotesterga sirasi test qilishgan, boshqa qilishgan. Keyin men ham endi okey, tamom. Keyin sirasi shtrafnoy plощадкаga olib borishgan. O'rtog'imga telefon qilyapman. O'rtog'im menda 20 yosh bola. U ham aytgandir amakisiga, amaki, men shu o'rtog'imga qo'yib turyapman deb aytganda, u ham tushunasizmi? Telefon qilyapman, mana shunaqa tanlayman. Shtrafnoyga kelyapti u ham. Xullas endi o'tdi полный istoriya bu yog'ida. Ya'ni o'tdi mashinnikka uchraganmiz, ya'ni kimni olib chiqib beraman mashinani deb 200 nechidir dollar orada uxlab ketgan. Xullas mana shunaqa bo'lib katta istoriya bo'lib ketib qolganda, u hamda, tushunasizmi? O'shandan keyin hech qachon birovning mashinasiga o'sha o'tirmayman, haydamayman, hamda o'zimga o'zim va'da berganman. Nima o'sha aytaylik, o'sha kuni tushgan bo'lsam 5 kun turgan ekan. Jarima maydonida 5 kun mashina turgan. Keyin sud putli qilib, oxiri o'sha rasmiy jarimalarni to'lab, keyin mashina olib chiqilgan.
Dahshat. Shunaqa. Xullas bu qissani yakuni oldin dokumentlarni to'g'irlab qo'yinglar, mashina haydashni o'rganinglar va GAI xodimlari to'xtatsa qochmanglar. To'ppa-to'g'ri. Menga aynan qochganim uchun statya kattaroq bo'lib qolganda, agar qochmasdan o'sha yerda Joyida bo'lganda tushuntirib, strafga vaziyatni tiqardi, olib chiqib ketardi. shunaqa. Aynan u неподчинение bo'lgani uchun u yerda ugunga ketib qolishi mumkin edi, yomoni. Endi hozir mana 1 yil oldin bu hatto bir pul bilan amallab chiqsa bo'lardi. Hozirgi kunda qochdinglarmi, o'sha kelajakligiga konkretni katta anaqa bo'ladi hozir. Yomon bo'lsa bo'ladiki. Bo'lganman. Bilmaganman. Nima qilish kerakligini, boshqa qilish kerakligini o'shanga. Shunaqa o'rtoqlar. Hop, aka yana anaqa nima deydi? O'zi yoshlikdan siz taniqli insonlar bilan tanish bo'lgan ekansiz, aka. Bitta postingizni ko'rib qoldim. Men juda ham ko'p kuzatib turgan. Nurlan Saburov bilan tanishgansiz, aka? Nurlan Saburov bilan? Ha. Yo'q. O'sha bo'y. Men e'tibor bermagan ekanman shu paytgacha borib. Bu boshqami bu? Nurlan Saburov emas bu. Parallel kursdoshimiz. Ismi edi? Ismlari adashmasam Jahongir edi. To'g'risini aytsam, bu meni kursdoshimmi, yaqin do'sti. Shunchaki biz bitiruv oqshomi bo'limida nimadir Nimaga tushilgan bu yerda? O'xshaganligi uchun tushilganmi yo prosta tushilganmi? Ammo yo'q, bu yerda karuselku, bu yerda o'sha kechadan yana boshqa rasmlar ham bor-da. Ko'rdingizmi? Qanaqa darajada biz qo'liymiz ichdan. Bu yo'q bitiruv emas, uzr, 2017-yil bu ham. Shu qaysidir bayramda tushilgan rasmda. Yo'qotilo. Mana shu plastik yo'qotilo yomon qiladi boru. Mana bilan ushaylik. Hozir yaqinda trend chiqdi-yu, yagona yaxshi rasming chiqib qolsa-da, hamma yoq avatarkalarga qo'yib tashlaydi. Sizning ham rasmingiz bor ekan, aka. Motivatsionniy такой yaxshi avatarkaga ham qo'ysa bo'ladigan. Lekin avatarkada emas, lekin to'g'ri. Yo'q, mana. Everything will be okay. Ha, bu birinchi og'ir. Mana okaydan boshlamaydi siz. Everything will be okay. Hop, bu nechinchi ekan? 16-chi. Endi 16-yilda siz nima qilgan? O'zingiz eslang. Men zo'rda bu 16-yil uchun tushunasizmi? 10 yil oldin. Soatga qarasham. Odnoklassnikilarga? Yo'q, Odnoklassnik emas, Instagram uchun. Как раз u paytda men Photoshopni o'rganib, shu nimadir qilib yurgan paytimda, o'shanda endi mana shunaqa rasmlarimga tag'in ham ancha-munchasi arxivda. Agar arxivda bo'lmaganda haqiqiy cringe bo'lardi u yerda. Mana shunaqa har xil iqtiboslarni shunaqa yozganman-da endi o'zim rasmlarimga. Nima desa bo'ladi? O'ziga bo'lgan ishonchni oshirish uchun odam nima shunaqa narsalar qilardi, yoshlikda endi o'smirlik paytimizda. Necha yosh bo'lgansiz, aka? Примерно mana shu. Hop, 16-yil bo'lsa bu 20. To'xtang. 21 ekanmi? 21mi? 21 yosh bo'lganman bu. 95-yilmisiz? Yo, 95. informatsiya. Yo'q, 95. 95 endi 21 yosh ekan. Lekin adashmasam bu rasm eskiroq rasm. O'sha paytda qo'yganman, chunki men Instagram 2014-yilda ochganman-da, keyin o'chirib tashlaganman. Keyin yana qaytib ochgan edim. Shunaqa. Cho'tchilagan yomon qonatgan ekansiz o'g'ri. O'zini paytida. Boshqacha edi. Crash. Crash 2016. Aka, lekin hozir ham agar nima? Yo'q. Gapiring, oyingiz olib ketmasin. Qoch bo'lsa, lekin hozir ham shunaqa bo'ladi. Qaytaramizmi? Qaytarish kerak. Crashlikmi? Yo, bitta zo'r rasmlar bor ekan, aka. Faqat yoshlarga anaqa qolmaydi-da. Aka, Non qolmaydi. Men uylanganman, menga soch nima kerak, to'g'rimi? Kim kuyov qilardi deydi-yu. Shunaqada. Bitta rasmingizni повтор qilsak, aka. Qila olarmiz biz shuni? Qani? Qani deydi, ko'rmaganlar. Aka, menga tayinlangan savollar bo'ladi. Bunga tayinlangan savollar bo'ladi. Birimizdan ko'rmaymiz. Yo'q. Qarang. Life is nothing without love. But nothing is similar. Profildan ko'rsating kameraga. Aytolmadim, men Otabek Mahkamovni o'smir versiyasi bo'lganman-da. Ular yuradigan iqtiboslar, ular ham hammadan iqtibos keltiraveradilar. Mana yoshlikda mana shunaqa iqtiboschi bo'lganman-da. Bor zo'r, meni o'zbek lug'atimga boy emas, shu iqtibos nima degani? Iqtibos sitati. Sitati keltirish.
Okey, rahmat. Mana misol uchun o'sha Odnoklassniki paytda hamma sitati yozardi-yu. Tayyor. da, Wow, da. eshitiladigan gaplarni o'zini statusiga yozib qo'yardi. Nima derdi? Shunaqa narsa. Endi aytolmadim, bu nechinchi yilda qo'ygan ekanman. Bu ham 2016 mi? Bu eskiroq ekan. Bu 100% eski. Chunki institutga kirmagan paytim bu 2014-yilda o'zi olingan. Shunchaki Instagramga kech qo'yganman. Keyin bilan endi tanishayotgan paytlar bo'lgan. Yo'q. Endi abituriyent paytim eng qiynalayotgan davrim aka. Mana sizlar bilmadim qanaqa abituriyent bo'lganmi, sizlar yo'qmi bilmadim, lekin men haqiqiy abituriyent bo'lganman. Assalomu. Da? Unda dardimni bilasiz. Tibbiyot yo'nalishi, biologiya, ximiya, bu yerda yana anaqa bor. Bu o'rganadigan narsa. Hamma tomonlama qiynagan ekan. O'sha paytda o'zimni xursand qilishim, shunaqa rasmiy uchib turardim, tushunasizmi? Lekin shunda ham sevgini o'ylab yurgan ekansiz aka mana. Sevgisiz bu hayot hech nima emas, lekin hech nima bilan yashash osonroqmi? Shunaqa ma'nomi? Lekin hech nima osonroq. Endi ana bo'ladi-yu, o'smirlar. Zo'r aka, yoqdi menga. Ishlataman buni. Statistika qo'yib oling. O'ylab ko'raman. Anaqa shapkamga yozib qo'yaman. Variant lekin. 25-yilda aka nechta davlatda bo'ldingiz va qaysi davlatlar endi rejada turibdi? 2025-yilda unaqa ko'p davlatlarda bo'lmadim. Xo'p, yil boshida bitta eslab oling, 25-yil Yakutiyaga bordim. Yoqutistonga. Endi bu Rossiya. Endi alohida davlat emas. Lekin mana Rossiyani oladigan bo'lsak, undan keyin Braziliya, Shveysariya, Montenegroga bordim o'tgan yili, Chernogoriya. 4 tami davlatga boribman. 4 dan 5 ta davlatga boribman. 4 tada. Chunkichi ko'pchilik o'ylaydi, haqiqatan men juda ko'p davlatlarga borganman deb o'ylaydi va sonini aytganimda hayron qoladi, voy. Bor yo'q shunchami deydi. Chunki men bitta davlatga borganimdan keyin u yerda ko'p vaqt o'tkazishimga to'g'ri keladi, chunki men kursda olaman. Aytaylik, mana misol uchun shaxsga ham Yevropaga borganlarda bittada 3-4 ta davlatda urib kelganlar. Lekin men Yevropaga borsam, bitta davlatda qolaman o'sha yerda. Mana misol uchun Shveysariyaga borib, 10 kun o'sha yerda qolib, 10 kun suratga olib, hech kim 10 kun Shveysariyada qolmaydi, deyarli hech kim. Hamma yevro tur qiladi. O'shaning ichida Italiya, Shveysariya, Germaniya, Fransiya mana shunaqa qilib 4 ta davlatda 3 kun, 2 kun qolib urib keladi-da. O'shaning uchun ham men unaqa jismonan ham ko'p davlatga bora olmayman. Shunaqa. O'tgan yil ham 4 ta kopilkaga 4 ta adashmasam davlat qo'shildi. Endi qat'iy yana rejalar. Bilasizmi, 2023-yilmidi? 2023mi? Rosa mana bunaqa rejalarim bor, men davlatga boryapman, bunga boryapman deb aytganman, hammasi viza отказ olganman-da. Tushunasizmi? Ko'z tegadi. Kanada, bilmayman bu, endi ko'zmi boshqami, lekin o'shanda o'zimga o'zim va'da berdim, qayerga bormoqchi bo'lsam, borganimdan keyin ayta qolaman, mana keldim debdi, tinchgina. Men bormoqchiman, reja qilmoqchiman deyish bu Mashinasi zo'r. qilingan narsa aytilsa, fakt bo'yicha gaplashilgan bo'ladi-da. Bor ideyalar. O'zbekiston fuqarosimiz-ku axir, ya'ni biz uchun millionta hujjat, navbatlar, boshqalar, to'lovlar qilgandan keyin bitta juda ham men yaxshi ko'radigan YouTube kanal bor-da. Nazariyasi degan, endi inglizcha kanal. O'sha yerda bitta Misrli yigit $250,000 to'lab bitta orolchani fuqaroligini oladi-da. Nimaga? O'zini mustaqil his qilish uchun, vizasiz sayohat qilish uchun. O'shanda yig'lab aytadi, men qanchalik zo'r odam bo'lsam ham, qanchalik ajoyib inson bo'lsam ham, lekin shuncha tekshiruvlar, shuncha viza, hujjatlar tayyorlashim kerak. Nimaga men bunaqa mustaqil inson emasman debdi. Chunki tushunishim bo'yicha Misrda ham pasport unaqa kuchli pasport hisoblanmaydi-da. O'shanda men aytayapman-da, haqiqatda dunyoda shunaqa qonun qoidalar o'rnatilgan, kimdir mana shunaqa ittihor bo'lib, vizaga tayyorgarliklar, bu yoq yuborasiz, misol uchun biz Moskvaga yuboramiz, hujjatlarimizni kutamiz, 40 kun, 45 kun hech yoqqa chiqa olmaymiz bu paytda, qo'limizda pasportimiz bo'lmaydi. Ya'ni boshqalar bo'lsa maza qilib, misol uchun sayohat qila oladi. Misol Singapur yaqinda fuqarosi bilan tanishib qoldim, Malayziyada juda ham erkin o'zimni his qilaman deyapti-da. Chunki bilasiz, Singapur deyarli birinchi o'rinda turadi, adashmasam, pasport kuchi bo'yicha hech qanaqa viza tayyorlash shart emas. Ertalab bitta uyg'ondi, ketdi Amerikaga ketkim kelib qoldi. Tars puli bo'lsa bo'ldi. Shuni oladi,
chiptasini Amerikaga bo'lsa, Amerikaga Kanada bo'lsa, Kanada Avstraliya bo'lsa, Avstraliyaga uchun Yevropa bo'lsa, Yevropaga uchun hech qanaqa hujjat tayyorlashardi emas. Rossiyaga borgandagi Kitta Rossiyaga borib kelamiz. Bizda o'sha tizib qo'yishgan chegaralarni san oldin isbotla. Shaxsga ham qancha isbotlashga harakat qilib yuribdir bitta elchixonaga mayli aytmay qo'yaylik. Qaysiligini Hamma bildi menimcha. Ha, biladi o'zi. Sraz bilishadi qaysi. Beringlar Amerikaga elchixonasi. Borsinlar. Yo, glavnisi ko'ngilni anaqa qilmaymiz, tushirmaymiz. Tak что berishadi, baribir qayerga borishadi. Narushining qilayotganimiz yo'q. Bizani yo'limizni bersin. Men hech qachon narushining qilmaganman. Bu yoqqa borganman. Shu yerda intervyu beraverdim. Elchixonaga kirganda mana ko'rmam dedi. Birinchi podkastda emas gapirishim bor, eng qizig'i bor. Hacha bu qaysidir bitta konsul ko'rib qolar degan umidda gapiryapman de hammasida. Atmetka qilib qo'ylik MS'ni. Ha, mana shuni edit qo'yinglar rostdan ham. Menga nimaga Amerikaga viza bermaysizlar? Men sayohatchiman. Qolib ketmaydilar, albatta juda ham ishlari ko'p. Qaytib keladilar, 100% qaytib keladigan inson. Da. O'zbekistonni yaxshi. Men ham billa borib qaytib keldim lekin. O'zim kuzataman. O'zim aka qaytish kerak, bola chaqangiz bor, ishingiz bor deb o'zim. Men-ku o'zimga o'verman, sizga shu o'verman deb. Shu samimiy qolgan dedi. Juda qaytardingiz bu gapni. Quora degan sayt bor-da, platforma bor. U yerda insonlar bir-biriga savol beradi, javob beradi, forum. O'sha yerda ko'rib qolgan edim. Ancha oldin, 5 yil oldin ko'rib qolgan edim. Shunaqa orol bor. U yerda bo'ladi-yu, miyani portlatadigan faktlar degan qanaqadir gruppalar bo'ladi-yu. Shunaqa gruppalardan bittasida Migingoni rasmini ko'rib qolgan edim. Rasmini o'zi e'tiborimni tortgan edi. Bundoq qarab, "Vau, nima bu? Qanaqasiga bunaqa kichkina orol va qanaqasiga bunaqa ko'p binolar va odamlar nima qilishadi u yerda?" Ya'ni ko'rishim bilan savollar paydo bo'lgan miyamda. Keyin boshqa youtuberlar borishni boshlashdi o'tga, o'sha Jo'xatab bordi. Keyin rus bitta blogeri ham bordi, Aleksey Stolerov bordi. Ya'ni ko'ryapman, borishyapti odamlar. O'shandan keyin g'oya keldi, nimaga biz borishimiz kerak emas? Ya'ni o'zbek tilida ham mana shu Miging orolni yoritib berishimiz kerak emas. Borish juda ham qiyin, tushunmayman. Xo'p, lekin imkonsiz emas-ku. Borsa bo'ladi-yu. O'shandan keyin mana sizga aytdim-ku, aka, mana shunaqa g'oya bor, borsa bo'ladi deb aytganimdan keyin siz ham qiziqib qoluvdingiz. O'shandan keyin hammasi bir-biriga ulanib ketib qoldi. O'tdagi aynan gid esizdami, Grisha? Ruscha gapiradigan gid. O'sha gidni tushunishingiz uchun men Instagramga necha marta yozganman. Instagramga kirmaydimi bilmayman, javob yozmaganda. Ya'ni birinchi marta yozganim 1,5 yil oldin yozganman. Unga birinchi marta. Keyin Telegramni topib yozganman. Telegramdan ham javob bermagan. Keyin o'ylaganman, Afrikada WhatsApp ishlatishadi asosan. Telegram, Instagram deyarli ishlatmas ekan. Keyin WhatsAppni qidirganman. Keyin mana WhatsAppni topganimdan keyin u bilan gaplashgan, u javob yozishni boshlagan. Unda ham javob yozishda ham juda uzoq javob yozadi. Bitta yozib qo'yasiz, 4 kundan keyin javob yozadi. Yana yozib qo'yadi. Va u endi Migingo odatda, misol uchun har bir oyda yoki har 2 oyda turistlar boradigan joy emas-da u. U ham bir martagina borgan. U Grisha ham bir marta borgan bizagacha. O'shanga ham bir marta borganda ham katta muammo bo'lgan. Ya'ni o'sha rus blogerni olib borganda-yu, u yerda dron uchirishgani uchun ularni politsiyskilar juda katta muammo qilishgan, bolalarni bir sutkaga qamab qo'yishgan, boshqa qilishgan. Ya'ni shunaqa muammolar bo'lgani uchun unda yomon anaqa qolib ketib qolgan, taassurotlar qolib ketgan. O'shandan keyin o'shanga menga tez javob bermadi. O'zi ham sezilyapti, borgisi kelmayapti-da. Keyin endi Grisha borgansiz siz, davayte bizga yordam bering, kontent qilamiz, u yoq bu yoq deb. Oxiri ko'ndirdik. O'shandan keyin mana shaxsga yetdim. O'shanda pishirishni boshladik-da g'oyasini. Bu ancha oldin tuzilgan plan bo'lib, planni endi ancha oldin emas, lekin g'oyasi ancha oldin paydo bo'lgan. Harakat boshlab qo'yilgan. Endi men aytaylik, 1,5 yil kutib o'tirmaganman. Qani Grisha qachon yozar ekan deb men yozib qo'yganman, bitta qarab turardim, javob yozma. Keyin o'ylaganman, demak u javob yozmas ekan, o'xshamas ekan. Keyin yaxshilab kirishib, WhatsApplarni topganimdan keyin ishlar oldinga siljishni boshladi-da. O'ylamadim ham mana shu rostdan bo'lib ketadi bu narsa. Mana shunaqa joyga borib, kontent qilib olamiz deb o'ylamadim. Birdaniga tap bo'lib ketib qoladi. Bu javob berdi, bunaqa bo'ldi, biletlar bor, havo yaxshi, obstanovka yaxshi, ketdi bo'ldi-da.
samolyotda ketyapmiz, qarab o'tiribmiz bir-birimizga. Qanaqa qilib deyapman-da, ketdim o'sha yoqqa deb. Mana shunaqa bo'lib ketib qoldi. Taassurotlar qanaqa o'zi? Afrikaning taassurotlar maksimal darajada kino oladigan joy. Ya'ni kamerani bundoq любой joyga qaratasiz, haqiqiy kino rakursiga aylanadi. Nimaga? Chunki kontrast kuchli-da. Misol uchun mana Migingoga ketayotganingizda yo'lni marrasi tomosha qilib ketdim-da, o'shanda-da. Akamazga noqulay o'rindiqqa o'tirib qolibdi, o'shanga ozgina qiynaldi. Lekin men mazah tomosha qilib ketdim-da yo'l. Ya'ni bolalar maktablarga boryapti, mingtalab bolalar yuribdi ko'chada yoki bir-birini opichlab olgan yoki velosipedga orqama oldi o'tirib olishgan, ya'ni hamma bizga qarayapti. Uylar qanaqadirchi, bilasizmi? Britaniya merosiligi shundan ham bilinadi. Uylar Yevropa shuni aynan Britaniyaning arxitekturasida nimadirlari bor-da, lekin Afrikada. Lekin nima desa bo'ladi? Daraxtlar, boshqalar Afrikaligini shuni bilinib turibdi. Lekin arxitektura nimasidir o'sha Britaniyaliklarniki ko'rinib turibdi-da. Va bu yerda o'sha qora tanli insonlar bizga katta ko'zi bilan ko'zi faqat ko'rinib turadi. Ya'ni bundoq qaraysiz, kontrast juda ham katta-da. O'shanga men o'yladim, yana qaytib kelishim kerak ekan bu yerga deb. Chunki yana boraverasizmi? Albatta, Afrikada mavzular juda ko'p. Shuning uchun Afrikada haligacha qabila bo'lib yashab, sherlar, qoplonlar, mana shunaqalarga ov qiladigan qabilalar bor. Hadza qabilasi bor Tanzaniyada. Haligacha shunaqa eski qonunlar bo'yicha yashashadi. Instagramda mashhur bo'lib ketgan edi videolar. Ismi nima deb qilib shunaqa, ya'ni ismlari mana shunaqa tovushlardan iboratda. Zo'r-ku, bizani hozirgi yashab turgan zamonda shunaqa qabilalar borligi va ular hali ham shunaqa ovlar qilib, har kuni ovga chiqishadi. Tasavvur qiling. Ovga chiqsangiz bo'ladi ular bilan, misol uchun agar ularni topib borsangiz. Qiziq-da. To'g'ri. Ammo boshqacha vaytda. U joylar ham bor. Ko'ramiz. Shu ketayotgan paytda men ham shu e'tibor berib ketgan tarafim bitta bir o'quvchini qo'lida telefon ko'rinmayapti-da. Hammasi bir-biri bilan gaplashib. Shu Migingo ko'rsatuvini ko'rsanglar, o'zi yo'llar ham ozgina ko'rsatilgan joylar bor. Shu o'quvchilar kelayotganligi ham, boshqasi ham yaxshilab e'tibor bersanglar, ularda faqat mana shu eng zo'r xursandchilik mana shu bir-biri bilan o'rtoqlar gaplashishdi. Ko'rib, tomosha qilib, bitta ham oq tanli insonni ko'rmaysizlar. Sizlarga qoralarga qaragandek qarashdimi? Mana shunaqa bo'ldi. Yonimizga kelib qoralar qilgan. Yo, endi bizni qoralar ko'radigan bo'lsa-da, nabrot bo'lib qoldik-da. Просто takka nabrotga bo'lib qoldik. Vaholanki biz ham o'q emasmiz-da, to'g'risi. Og'zimni o'q deya olmayman-da. Kelyapti, bundoq yosh bola kelyapti, desa, zung deydi, qochib ketadi. Voy deyman. Supermarketga kiryapmiz. Mashida. Realni ko'pi yaqindan ko'rmagan. Televizorda ko'rgan bo'lishi mumkin, boshqa qilgan bo'lishi mumkin, lekin yaqindan ko'rmagan oq tanli insonni. Kam odam borar ekan-da, получается, yo'liga. Misol uchun Keniya o'zi juda ham sayohatchilar ko'p boradigan joy aslida, lekin ko'pchilik asosan safariga borishadi. Asosan safari u anaqaga yaqin, sentrlariga yaqin. Ya'ni oqli ko'plik joylarda. Biz shunaqa joyga kirib ketdikki, ketdi. Turist bormaydigan joyga, odam bormaydigan joyga kirib ketdi. Bormaydigan joyda. Ichkarisiga kirib ketdi. Chunki Afrikani o'zida tan olish kerak, mana boya qabila dedim-ku, o'sha qabilalarning feyklari ham bor. Ya'ni turistlar uchun attraksion qilib qo'yishgan. Ya'ni borasizda, ular aynan siz kelishingizdan oldin kiyim olishadi, o'zi jinsi futbolkalarda yurishadi. Lekin siz kelishingizdan oldin tayyorlab olishadi. Sharflarini taqib, boshqa qilib boshlariga narsalarni kiyib oladi. Ular o'zi unaqa yashamaydi. Ular allaqachon sivilizatsiya bilan o'sha hamnafas. Bunga misol Amazonka. Amazonkada misol uchun biz borganimizda deysizmi aka? Futbolkalarda yurdik, o'sha borishimiz bilan kiyib olib, kiyinib, yechib, anaqalarni o'sha iplar bilan, taqimchoqlar bilan, boshqalar bilan chiqib представление ketdi. Shu Amazonka haqida gapirganingizni video qo'ydinglar. Charles aka, siz, Nurullo aka. Anaqalar. Kechasi krokodilova. Krokodil ovi qatdan miyilga keldi. Qanday? Yo'q. Videoni ham ko'rdim-da. Aslida ushlabdilar. Sizlar yaqinlashmayapsizlar. Aslida o'zi krokodil emas, bu kaymanlar, ya'ni krokodillar kichkina variantida. Eng kattasi ham 2 metrcha bo'ladi. Ya'ni krokodil uchun katta hisoblanmaydi-yu. Chunki haqiqiy krokodil yashaydigan joyga borish xavfli. Unaqa turli men qarasam uzoq payt davom etar ekan.
bir kun, 2 kun, 3 kun davom etar ekanda. Misol uchun mana yoki anakondalar. Ular ham 9 kunlik, 7 kunlik turlar ekanda. Ya'ni siz Amazonkani yana ichiga kirib ketasiz-da, u yerda уже haqiqiy qabilalar, haqiqiy уже odam sivilizatsiya ko'rmagan qabilalar, mana shunaqa anakonda boshqalar, ya'ni uning uchun siz 7 kun vaqtingizni faqat o'shanga ajratishingiz kerak anakondalarga. Bizda 3 kun vaqtimiz har xil turlarga edi. Amazonkani ichini ham ko'rish, krokodillarni ham ko'rish, boshqa narsalarni ham ko'rish. O'shanga biz 2 soat ajratilgan edi kaymanlarning oviga. O'sha kaymanlarning oviga Uni ham o'zimiz organizatsiya qilishadi-ku. Nurullo akam bizda o'sha mana shu eng qaytmaydigan, ya'ni qoni qaynagan odam bo'ladi, ya'ni hech narsadan qaytmaydigan, ketdi deb ketadigan shunaqalardan bittasida. Ketdim. Men Nurullo akadagi lekin tabiatni yaxshi ko'radigan odam hali ko'rmadim. Aynan tabiat deganda ham nafaqat tabiiy go'zallik, balki tabiatning ichidagi jonivorlar. Ya'ni nima jonivor bo'lsa, kalta kesini oldilariga borib olib, ushlab, gaplashib, u bilan silab, uni juda yaxshi ko'rar ekanlar. Nima O'zbekistonda topish qiyin bo'lgan jonivor bo'lsa, o'shani topib olib, ushlab, u bilan vaqt o'tkazib qanchadir. Patta oldirasizda. Kalta kesini zabordan tushib ketib, qo'l yurtirishyapti. O'sha olibdilar. Mamon katta kesini, qo'yapti-da. Qo'rqadi ham odam borgani. Anaqalari, axranalarni baqirib qo'yib yubordi. Mumkin emasmi deb qo'y. Vashshi bor bezbashli. O'zi aytishdi-yu, Nurullo aka xuddi hayotlarini lotereyada yutib olganga o'xshaylar deb. Shunaqa tutadilar o'zlarini. Masalan, krokodillar ham ishlayveradilar, ilon bo'lsa, men ishonaman, anakonda bo'lsa, anakondani ustiga chiqib olib suvda suzib ketadilar-da, 100% da. Kutsa bo'ladi Nurikadan. Braziliyada bo'layotgan narsa. Aytib bergan narsani. Kechqurun ani toppagan odamlari bor. Xullas, yana Nurullo aka mavzulariga qaytadigan bo'lsak, Braziliyada favelani ichidan bittasi baykda oldini ko'tarib chiqyapti, qichov qilib chiqyapti. Uni ko'rgansiz siz, videolarda ko'p chiqadi brazilskiy bola. O'sha o'tib ketdi, o'shalarni qurugidan topib keldi. Kechqurungina aytadi. Ha. Kechqurun. Zashida yo'q. Ko'rib chiqaman-ku. Chiqasizmi? Chiqasizmi, bratni? Albola yotibdi qanaqadir divan ustida. Men aytaman. Lekin o'sha ishonib Shaxsga bilan o'zi to'xting. Vorbering deb turibdi. Anaqa dedi, fikrlardan qaytarib deydi. Nima bo'ldi? Qaytdilar. Men vashchi kipsh ko'tarib tashladim. Mana yo'llaridagi sheriklari aloxonaga boradi, o'sha narsaga aka qo'yib yuborsangiz, sizdan so'rab olaman. Xafa bo'lmang, ushib tashladim. Endi o'sha miya o'chdi-da, Nurullo akamda. Bo'ldi, men boraman degan fikrni kirgizib qo'ydilar-da. Shu anaqa. Nurikam endi anaqa tuppa-tuzuk bloger bo'lib oldi-da-yu. Kontent bo'ladi deyveradi. Qo'rqmanglar shunaqa narsalardan bor. Kontent uchun kechqurun soat 10 da favelanchiga kirib ketyaptilar. Men cho'chidim, mana shu bir marta kirib chiqqanimizdan keyin mana shu narsa bo'lishni boshladi. Mana shu kiraman o'shaqa deganlari bo'ldi-da. Biz ham birinchi marta gidlar bilan kirgan paytimizda Jamshidxon akam bilan gid, men Jamshidxon akam yana bitta odam o'ngga burildik-da, ular bizani ko'rmay qolib, to'g'ri mahallaga o'tib ketishdi-da. Kirish mumkin emas bo'lgan joyga kirib ketishdi. Ketidan ular pistoletlar bilan yugurib ketdi. Voy, nimadir bo'ladi og'zidan. Yo, обратный sekin. Yo, bilmay qolman deb qo'yadi ular ham. Pozitivlarda o'shanda ham bor. Без panika. Panika degan narsa yo'q. Mr. Pozitiv. Mana shu Braziliya favelalardan o'zimni qiziqtirgan savolda. O'sha men
anaqa nima deydi, kam foiz odamlardaman ko'rsatuvingizni to'liq ko'rib qo'yganda kesib tashladingiz ko'p joyini. Mana shu joydagi kesmasangiz ham bo'larmidi o'zi? Agar bor edib turib masalan. Albatta bo'lardi. Endi bu yerda faqat odamgarchilik haqida gap ketyapti-da. Biz misol uchun shaxsga bilan Braziliyaga qaytib bormasa ham ishni yo'qotmaymiz. Misol uchun asosiy joylarni ko'rdik. Dunyoda davlatlar ko'p, borishimiz shart emas. Lekin u yerda yashaydigan odamlar endi ochuv matn bilan menga yozyapti-da. Qara, sen hozir o'chirmasang, meni oilam va menga hozir katta zarar yetadi deyapti-da. Sen bular o'ldirib yuborish ham mumkin deyapti-da. Voshchi bularga zakon yo'q deyapti. Endi sizni kontentingizni deb agar kimdirga ziyon yetsa, u o'lish haqida hozir gapirilmayapti. Kimdir hattoki do'pposlagan taqdirda ham siz kontentingizni deb bu endi bilmadim, siz bilan bu narsa keyin umringiz oxirigacha yuradi-da. O'shanga etishligi bilan bittada reaksiya qilib, o'sha ketilgan joylarni kelsa, boshda blur qo'yishga harakat qildik, boshqa qildik. 3 kunmi davom etdi-da bu jarayon. Blur qo'ydik, qatanidir o'chirdik, qatanidir qoldirdik. Keyin oxiri baribir o'sha 6 daqiqasini hammasini kesib tashladik. Usiz qo'yishmadi-da. Hamma materialni olib tashlaganingizdan keyin o'zligiga kelib, keyin yana albatta men buni e'lon qildim. E'lon qilganimdan keyin odamlar o'zi yuklab olganlar bor edi videoni, boshqa kanallar ochib qo'yishni boshlashdi. Keyin ularga strayk tashlashni boshladik. Shunaqa qilib hozir ancha yaxshi bo'ldi. Jamshidxon Ziyoxonovni ikkita kanali bor, bilsanglar agar. Bittasini nomi Jamshidxon Ziyoxonov, ikkinchisini nomi Ziyoxonov Context degan. Ana o'sha Context kanalida biz Jamshidxon akam bilan o'sha 1 soat o'tirib, o'sha joyda nima bo'lganligi haqida gapirib berganmiz, ko'rib o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Og'iz aka aytib bergansizlar, bez kadrlar. Da. O kadrlar ham qo'yganmiz, ozgina bir ikkita joylarida bor, u yerda aytib berganlarimiz. Shaxsga ham chalg'isib turganlari bor. 1 sekund uzrming bor. Arsenal chempion. Arsenal chempion aka. Bekorga Arsenal formasida kelmadim-ku. Qaysi paytdan bu imенно Arsenalga fanat bo'lib, kuzatishni boshlaysiz? 2008-yil. 2008-yildan beri menga adam Arsenal formasini sovg'a qilganlar. O'shanda Rasitskiyni anaqa formasini. O'shanda Arsenal formasini ko'rib, menga juda ham yoqib qolgan, chunki qizil har doim istalgan formalar orasidan ajralib turadi. Qizil, oq. O'shaning uchun ham menga yoqib qolgan. Keyin 2012-yilda 2008-yilda Yevroni tomosha qilganman. Birinchi futbol o'tirib, tushunib futbol tomosha qilgan paytim. Undan keyin Angliy Premyer Ligani tomosha qilishni boshlaganman. O'shandan keyin boshlanib ketib qolgan. Bugun siz uchun особенный kun. Albatta, men to'g'risini aytsam, hali tushuna olmadim. Hali menga yetib kelmadi. Bu chempionlik qanaqa o'zi, bu hissiyoti hali to'liq menda shakllanmadi. Bu xuddi birinchi marta farzandli bo'lishdek gapda. Birinchi farzandli bo'lganingizni tushunmaysiz-ku. Ota bo'lganingizni. Nima o'zi otalik, qanaqa bir yillardan keyin qanaqadir momentlar bo'ladi-yu, yoki yana endi tili chiqayotganda ada degandan keyin, "Vo, men otaman a" deb. Endi u yaxshi tomoni, unaqa bir yil bo'lmaydi. U yaxshi tomoni. bo'lmaydi. Men o'sha ikkinchi haftada o'sha tushunganman, işte, tamom bo'ldi. Zalga ko'chib o'tgan. Poldayotganman bir yil. Zo'r aka, tabriklaymiz Rahmat, albatta. rahmat. Hamma Arsenal fanatlarini chin qalbimizdan tabriklaymiz va UEFA Liga Chempionovda ham Xudo xolasa. omad tilab qolamiz. Bu video menimcha undan keyin chiqadi. Manchada bo'lishi mumkin. Da. Keyinroq chiqsa Shunaqa, kerak. shunaqa. Agar yutgan bo'lsa yanada tabriklaymiz, agar bo'lsa keyingi safar, xudo xolasa. Realdan keyin. Ya yutamiz. Xudo xolasa. Come on you Gunners. Xudo xolasa yutamiz. Arsenal muxlislari bu shunaqa toifa muxlislarki, ular trendlarning orqasidan hech qachon qo'ylamagan. Aha. Ya'ni bilamiz 2010 dan 2020gacha Real Madrid anaqa dekadasi bo'lganda, juda ko'p marta Liga Chempionov olgan, La Ligada necha marta chempion bo'lgan. Ya'ni o'sha paytda hamma Real Madrid yoki City'ni o'zini davri bo'lgan, Real Madridni, Barsani davri, ya'ni juda ko'p top klublarning davri bo'lgan va o'shaning uchun ham ko'pchilik top klublarga muxlislik qilishni yaxshi ko'radi. Chunki ular yutish reyti har doim katta. Ya'ni
ularda albatta futbol boshqacha temp bilan, ya'ni hujumkor boshqa Arsenal, aytaylik, Juventusga o'xshagan jamoalar yoki Valensiya, Fiorentina, bilmadim, mana shunaqa jamoalar bo'ladi-yu. Unaqa jamoalarning muxlislari har doim sodiq muxlislarda. Ular trendlarning orqasidan qo'ylar, "O, hozir mana Real zo'r ekan, Realga balet qilaman. Barsa zo'r ekan, Barsaga balet qilaman." Unaqa narsa yo'q-da bizda. Misol uchun mana PES o'ynasam, FIFA o'ynasam, qachon 2010 nechinchi-yildan beri o'ynayman? 2005dan beri o'ynayman-da. 2005dan beri o'ynasam, men 2008da Arsenalga balet qilish boshlagan. O'shandan beri faqat Arsenal tanlaganman-da. Ya'ni Arsenal reytingi bilan unaqa katta yurmaydi-yu o'zi. Misol uchun Real juda kuchli bo'ladi har doim anaqalari bo'yicha, xarakteristikalari bo'yicha. Boshqa top klublar Citylar kuchli bo'ladi. Arsenal lekin unaqa kuchli bo'lmaydi. Lekin baribir tanlayverardim. Baribir karyera qilsam ham, onlayn o'ynasam, kimgadir qarshi offlayn o'ynasam, har doim Arsenalda. Ya'ni bu ma'noda hech qachon har doim sodiq bo'lganman-da. Xo'p, O'zbekistonda sizga o'xshagan qattiq kuchli fanatlardan, mana blogerlarimizdan ham bor-a? Blogerlarimizdan bilmadim-ku, lekin mana Alisher Uzoqov aktyorlarimizdan bor. Arsenal muxlislari ancha yildan beri Arsen Wenger bilan ko'rishganlar ham ular. Yana Arsenalning eng afsonaviy trenerlaridan biri bilan. Ya'ni juda ham katta muxlislar, hamma taniydigan deylik, O'zbekistondagi hamma taniydigan Arsenal muxlislaridan biri Alisher aka. O'shaning uchun juda ko'p fikr almashamiz Arsenal bo'yicha, boshqa shunaqa. Shaxs aka ham endi Arsenalga balet qilaman deyaptilar. Shaxsga nima farqi yo'q. Men hakka o'ynayman. Pistadan olinglar. Ana Sardor Ixa oldindan zapret qo'yib qo'ydi, endi hech kim chaqmay o'tiribdi hozir. Ha, endi jo'rab tashlashdi-da kommentda. Aka, Murojaat qiladi. Juda ham zo'r. Mazasini ko'ring aka. Sardor pistalarga rahmat deymiz, hamkorlik qilishgani uchun, albatta. Video qo'yib beraman. Kuzatuvchilar ham birga deb ko'rishadi. Mumkin emas bu. Ha, yarmi qilar keyin. Ya, buni berilmasa 100 milliondan bo'ladi. Tushirma bo'lmasa. Surxondaryoda Qizil kitobga kiritilgan pushti saqoq qushni yeb qo'ygan shaxslar aniqlandi. Bu haqida viloyat ekologiya boshqarmasi ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, bir necha shaxs joriy yilning fevralida Termiz tumanidagi Uchko'l mavzesiga baliq oviga borgan. Ular ko'l atrofida uchib yurgan pushti saqoq qushni ovlab, keyin iste'mol qilgan. Eko politsiya tomonidan olib borilgan o'rganishlarda ushbu fuqarolar ovchilik bilan shug'ullanib kelgani va ularda ov qurollari mavjudligi aniqlangan. Qurollar vaqtincha saqlash uchun Ichki ishlar bo'limi tomonidan olib qo'yilgan. Mutaxassislar hisob-kitobiga ko'ra, Qizil kitobga kiritilgan pushti saqoq qushning ovlanishi oqibatida hayvonot dunyosiga 206 million so'm miqdorida zarar yetkazilgan. Holat yuzasidan to'plangan hujjatlar belgilangan tartib. O'zbekiston nima deymiz? Ana Telma parkidan ham g'ozni o'g'irlab ketib borib pishirib yevorishmadi-yu. Yo'q, shunaqa bo'lganmi? Ha, adashmasam o'tgan yilmi? Oldingi yilmi? Telman parkda suzib, suzib yuradiganlarni olib borib pishirib yevorishgan. Ya'ni albatta bu nima desa bo'ladi endi? Dika. Yovvoyi. Ilmsizlik desa endi tepadan qaragandek bo'lib qolmaylik deyapman-da, shunchaki. Ya'ni kimdir tepasida turib o'rgatmagan, bu yomon, bu juda yomon. O'zi to'g'risini aytsam, umumiy olib qaraganda O'zbekistonda hayvonlarga nisbatan munosabat yaxshi ahvolda emas. O'zi bilamiz, mana mushu bilan qancha voqealar bo'ladi, mushular bilan ko'rgan bo'lsangiz kerak. Kuchuklar bilan qanaqa voqealar bo'ladi. Mana shu narsaga ota-ona ham aybdor deb bilaman aka. Yo'q, albatta. Chunki ota-ona qadriyatlarini sindiradi-yu. Mushu yoki anaqa boqaman desa, yo'qat, isqirtdi, u yoq bu yoq deb beriladi-da, u keyin katta bo'lgandan keyin qanaqa sadist bo'lib chiqadi. Bir o'shani mehmonxonada tepib tashlagan mushularni. Albatta, uyimizda shakllanadi bir qadriyatli tizimi bizda. Xuddi shunaqa. Ya'ni baribir O'zbekistonda oilalarda bilamiz, nima desa bo'ladi, zo'ravonlik ham uchrab turadi. Ya'ni bu narsalarni ko'rib katta bo'lgan bolalar qanaqadir g'azabini nimadandir olishga harakat. Men ham esimda, yoshligimda o'rtoqlarimiz bilan, boshqalar bilan ko'chada o'ynayotganimizda ana kuchuklarni qiynash, suvga otib yuborish, uni suzishini ko'rish, va shunaqa yoshlarning orasida trend. Men xudoga shukr bunaqa narsa qilmaganman, lekin ko'p ko'rardim. Yoshlar orasida bu normal holat edi-da. Ya'ni ko'ngil ochishi bir turi bo'lgan internet yo'q paytlarda yoshlarning orasida. Ya'ni u narsa ota-onalar
bunga aralashib tushuntirib bolaga tushuncha bermagani uchun katta bo'lganda ham shu narsalar qolib ketganda, ya'ni mushukka ozor berish yoki mana islom dinimizda ham mushuklar qadrlanadi va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham uxlayotgan mushukni etaklarini qirqib qoldirganlar-da, shu bezovta qilmaslik uchun. Ya'ni mushuklarga o'zi qanaqa ularning nimasi bo'ladi? Qanaqa munosabat qilishimiz kerak? O'zi umuman hayvonlarga. Bizda shu hayvonlar bilan bo'lgan munosabat shakllanmagan. O'zi umuman O'zbekiston afsuski shakllanmaganda va bu achinarli holat, juda ham achinarli holat. Ya'ni mana shu yangiliklarda doim mana shunaqa narsalar chiqib turishi odamni ozgina o'ylantirib qo'yadi. Jamiyat baribir sizni farzandlaringiz ham mana shu jamiyatning ichida katta bo'ladi-yu. O'shaning uchun birinchi navbatda bu ota-onaning juda ham katta mas'uliyatida. Bu narsani singdirish, qadriyatli tizimi baribir uyda shakllanadi, ko'chada emas-da. Mana shu narsani men o'ylayman, maktabga qanaqadir kirgizish kerakmi mana shu narsalarni, imminni ba'ziviy yaxshi, yomon degan narsani. Endi bizning maktabimizda bu narsa bo'lgan bilmayman. Boshqa maktablarda ham bo'lsa kerak deb o'ylayman-da. Bizda har doim o'qituvchilarimiz, bilmadim, bizning o'qituvchilar shunaqa yaxshi bo'lganmi? Doim aytishganda, qo'shimcha bir o'zidan ketib qolsa, tarbiya ana qilmagan, gapirmagan, boshqa qilmagan. Hozirgilar, по-моему, faqat o'zining predmeti bo'yicha keladi, dars beradi, bo'ldi deb o'ylayman. Hozirgi kunda pul важныйroq bo'lib qolgan paytida qo'shimcha lishniy gap gapirsa, как будто o'sha gapi uchun pul oladigandek zamon shunaqa bo'lib qoldi deb o'ylayman, bilmadim ham. Men o'ylashimcha baribir ota-onalarda ham katta gap deb o'ylayman-da. Shuni mana shunaqa deb o'ylayapman men ham. Chunki bizning yoshligimizda agar bizning ustimizdan shikoyat tushsa, ota-onamiz borib bizani urishardi, maktabda. Hozir ota-onalar borib o'qituvchilar bilan urishadi-da. Meni bolamga nima bunaqa gapirib olsam. O'sha ota-ona o'sha ancha vaqt kerak bo'lmayapti. 10 yil kerak bo'lyapti. O'sha bolasidan o'zi stradat qilyapti, bilasizmi? Giper uni operagat qilgani uchun, ya'ni operagat qilgani uchun, uni защита qilgan, boshqa qilgandek, u bola konkretniy, nikchomniy bo'lib o'sadi, o'ziga qarshi ishlaydi shu narsa keyin. Men hech qatda неприкасаемыйman, menga hech kimni qattiq gapirishga haqqi yo'q. Hamma u uchun как будто должен deb bo'ladi-da, ota-onasidan so'rab oladi shu narsani. Ota-onasi уже qarab qolgandan keyin bu narsani bera olmaydi, bola bo'q bo'ladi, qo'yadi. Endi balki hozir aytadigan gapim uchun ko'pchilik hate qilishi mumkin, lekin bu o'sha hayotimizning achchiq haqiqatlaridan biri. O'zbekistonda tug'ilish nazorat qilinmaydigan darajada ko'payganda va ota-onalar tayyor bo'lmasdan o'zi matematik hisoblama ham ko'rmayapti. Farzandiga yetarli e'tibor bera oladimi, bera olmaydimi? Misol uchun, to'g'risini ayting, mana farzandlaringiz bilan sifatli vaqt o'tkazish baribir qiyin, to'g'rimi? Misol uchun uyga borib, sifatli vaqt deganda qanaqa? Borib, telefoningizni qo'yib, unutib, hamma mana hozir chalg'ibamiz-ku, telefon boshqa umuman chalg'imasdan yarim soat mayli, yarim soat eshitib, u nima deyapti, nima xohlayapti o'zi u bola. O'zimdan misol qilib aytaman, yo'q bunaqa. Gapirib, ya'ni o'zi hayotimizning tempi, ayniqsa shaharlarda yashaydigan, poytaxtlarda, megapolislarda yashaydigan insonlarning hayoti har doim katta tempda bo'ladi-da. Bunaqa tempda farzandlarimiz bilan, uydagilarimiz bilan sifatli vaqt o'tkazishimiz o'zi qiyin. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring, misol uchun 4 ta farzandingiz bor. 4 ta farzandingizga birdek vaqt ajrata olasizmi, ajrata olmaysizmi? Misol uchun, agar o'zingiz haqqoniy shu savolga javob berib ko'rsangiz, keyin 4 ta farzandingizga bir xil ta'lim bera olasizmi, bera olmaysizmi? Bitta bola, misol uchun, aytaylik, bitta bolangiz 4 millionlik bog'chada bo'lsa, bittasi 1 millionlik, bittasi umuman tekin davlatning bog'chasida, unaqa misol uchun bolalarga nisbatan ham nohaqlik bo'lib qoladi-da. Ularga nisbatan misol uchun e'tiboringiz, moliyaviy taraflama, anaqangiz, vaqtingiz yetadimi, yetmaydimi? Ya'ni afsuski bizda shu narsaga qaralmayapti-da. Ayniqsa otalar ko'proq. Otalarda bu narsa ko'proq bilinadi, chunki onalar xohlaydimi, xohlamaydi, bolasi bilan ko'p vaqt o'tkazadi. Lekin otalar ko'p vaqt o'tkazmaydi-da. 4 ta 5 ta bolali bo'lib olishadi, bo'ldi. Bolalar o'zini hayoti bilan yashayapti bu yerda. Bo'ldi, mashina olib bersam bo'ldi. Nimadir qilib bersam, bir xil mana boya aytganda bir xil aksincha o'ylaydi. Pulni berib qo'ysam bo'ldi, tam. Bog'chasini pulini berib qo'ysam, maktabini pulini berib qo'ysam, vaqtida telefonni olib bersam, 4 ta bolaga bir xil iPhone 17 Pro Max balobatda bo'ldi, o'zini hayoti bilan o'zi yashaydi. Yo'q, unga qadriyatlarni singdirish kerak, unga rol model bo'lish kerak-da. U intiladigan qanaqadir insonga aylanish kerak. Gapi o'tadigan odamga aylanish kerak. Ular bilan sifatli vaqt o'tkazish kerak. Afsuski bizda sifatli vaqt
juda ham katta muammoga aylanganda ota-onalar orasida. O'zim ham harakat qilaman maksimalni telefonlar bilan chalg'imasdan loqal yarim soat bolam bilan nima demoqchi o'zi menga ich-ichidan nima gapirmoqchi, nima gaplari bor, boshqa qanaqa o'yin o'ynasa o'yin o'ynab sabrimiz yetmaydi. Hammamizning sabrimiz anaqa juda besabr bo'lib ketyapmiz oxirgi paytlarda. Tez bo'lsa-da hamma narsa tez o'ynasangiz, tez telefon anaqa multfilm qo'yib bersangiz, telefon qo'yib qo'ysangiz oldiga chalg'itsa o'zini o'zi bandga o'tirsa. Anda ham kafeda o'tiraman, ishimni qilib ikkita farzand, ota-onasi farzandi oldiga telefonni anaqa mamlaqa qo'yadigan narsaga qo'yib olgan va o'sha yerda ko'rib ovqatlanyapti. Ham kafeda bunaqa ovqatlanishayotganini ko'rib men kak deyapman-da. Qanaqasiga? Ya podstavkalari bilan birga olib yuradi. O'zi bilan bolasi tushunasizmi? Shu o'yladi, o'sha normal holatligi o'sha yerdan ma'lum. Bemalol hamma o'zi bilan o'zi, ya'ni borgan sari o'zi shunaqa hayotga qarab ketib qolyapmiz-ku va o'sha narsa bizani uzib qo'yapti bir-birimizdan-da. Shu narsadan juda qattiq panik edim yaqinda. O'g'limning поведениясida bilindi bu narsa. Уже maktabidan уже жалоба tushdi, что juda qattiq telefonni zavisimiy bo'lib qolgan, boshqa bo'lgan. Men xuddi shu aytgan narsalaringizni qilganman-da, mana bu telefon berib qo'yay, boshqa qilib, bu qilib. Hozir olib qo'ydim. Ikkala qizimdan ham o'g'limdan ham telefonni olib qo'yganman. Iloji bo'lsa xotinimga ham ishlatmadim. O'zim ham uyga borganda shu narsani mana telefon bilan kamroq ko'rishsin deyapman-da. Qo'limda turganda boshqa qilgan. Telefonsiz menda nikak endi уже. Shu men уже bir oyoq bilan botib bo'ldim botqoqga. Endi shu narsani uyimda harakat qilaman bo'lmasligiga. Xotin oladi, velosipedi, samokati bolalarimni ko'chani aylanib chiqishadi. Opa, uka bir-biri bilan mana endi o'ynashni boshladi-da. Ungacha mana shu telefon, Roblox, YouTube, qaysidir ana Lada A4 bir bolalar u yoq bu yoqlar mana shunaqa narsaga miyaga ketib qolganda polностью. Juda xato narsa ekan bu bolalarga telefon berib qo'yish, keyin o'zingizlar qattiq afsuslanasizlar, pulinglar, vaqtinglar, nervinglar ketadi. Так что hozirdan imkon bo'lsa, hozirdan yig'ishtirib tashlaylik bu narsani. Ya'ni men aytmoqchi bo'lgan narsa ham shunda-da, ya'ni farzandli bo'layotganda inson mas'uliyat bilan farzandli bo'lishi kerak. Farzand rizqi bilan beradi, gap so'z bo'lishi mumkin emas, lekin siz o'shanga mas'uliyat bilan yondashyapsizmi, ta'limini o'ylayapsizmi, ertaga nima bo'ladi? Har kuni minglab bolakaylar tug'ilyapti-da, lekin ularning ta'limi nima bo'ladi? Bog'chasi nima bo'ladi? Maktabi nima bo'ladi? Universiteti nima bo'ladi? U universitet yoshiga yetganda siz o'sha narsani qo'llab-quvvatlay oladigan yoshda bo'lasizmi yo'qmi? Ko'pchilik bu narsaga umuman qaramayapti. Farqi yo'q bo'lib qoldi. Gapirishga gap ko'p, lekin hate yomon keladi bu narsaga. Farzandli bo'lishimiz kerak emas, kam farzandli bo'lishimiz kerak emas, unaqa emas. Odamlar hozir juda lehkomyslенно o'ylayapti. Alloh beradi rizqini deb turib aytmoqchi bo'lgani ketishyapti-da. Shunchaki mas'uliyat bilan yondashaylik va bitta narsani tushunaylik o'rtoqlar. Biz farzandlarimizga berishimiz mumkin bo'lgan eng foydali narsamiz bu bizning e'tibor va vaqtimiz. Pulimiz ham emas, boshqa emas, e'tibor va vaqtimiz. O'sha narsani yetkaza olamizmi hamma farzandimizga? Teng. O'sha narsalarni o'ylab farzandli bo'laylik degan messenjigini bermoqchiman-da. O'shanda mana shunaqa aytaylik zo'ravonlik, hayvonlarga bo'ladimi, boshqalarga bo'ladimi, o'sha narsalar kamayadi-da o'shanda. O'shanga o'ylamaylik o'rtoqlar, bitta pulni berib qo'ydim, bog'chasini, pampersini olib berdim, bog'chasini hal qildim, maktabini hal qildim, bo'ldi, men oilani boqqanman, menga tegmanglar, men o'zimning hayotimni unaqa emas o'rtoqlar. Bu eng qizig'i ko'tigacha kredit bo'yotibdi-da, boshqa bo'yotibdi-da, yana to'yini qarzga qiladi-da, boshqa qiladi-da, farzandli bo'ladi-da. Oldin o'zing boqa olyapsanmi, o'zingga o'zing kiyim ola olyapsanmi? Unga yoniga qo'shib bitta xotin olyapsan. Uni ham kiyimi bor, u ham yeydi ovqat, priking, u ham ovqat yeydi, u ham kiyinadi, uni ham o'zini ana xohishlari bo'ladi, boshqalari bo'ladi, o'tga borgisi keladi, o'tga borgisi keladi. Undan keyin farzand ham qo'shiladi. Uni boshida tug'ilishidayoq uni yeydigan ovqati, kiyadigan pamperslari shuni o'ylaylar, sal bo'lsa ham qarab, o'shanga qarab turib, stabilniy bunday bir kelib turadigan, ozgina bo'lsa ham hozir uylanib olsam bo'ldi, hammasi yaxshi bo'lib ketadi deb ketib ketyapti-da hamma yoki ajrashish, mana shu temalar ham bor bugun. Hozir zamon o'zi qiyinlashib ketyapti, yashashni o'zi. O'zbekistonda yashash narxi oshdimi? Albatta oshdi. Men to'g'risini aytsam, tushunmayapman qanaqa qilib
o'zi odam yashayapti. Ya'ni bitta bozorlik qilasiz. Korzinkaga yoki boshqa joyga kirasiz, 1,5 millionga bozorlik qilasizda, u bozorlik 4-5 kunda yo'q qoladi. Shunaqa. U faqat bozorlik. Hali kommunal to'lovlar bor. Kim arendada turadi, kim mashinasi ham arenda. U kiyim-kechak boshqa narsalar, bolasini bog'chaga beradiganlar juda ham yaxshi biladi. Sifatli maktabga beradiganlar puli 15 million, 10 million, to'g'rimi? Shunaqami? Misol uchun bog'chalar hozir o'rtacha bog'chalar 3 million. O'rtachasi. O'rtacha, zo'r emas. O'rtacha bog'chalar 3 million. Misol uchun agar 10 million topgan yoki 12 million topgan taqdirda ham 3 millionni bog'chaga ketyapti. Arendada turadi. Juda ko'pchilik arendada turadi, bilasiz. Ya'ni hozir uy O'zbekistondagi birinchi darajali mavzu o'zi. Hamma bana uylanyapti, boshqa bo'lyapti, hamma yangi avlod katta bo'lyapti, hammaga uy kerak. Yoki mana 4 ta 5 ta aka-ukalar bitta uyda turishadi, kimdir chiqib ketish kerak. Ya'ni kimdirlar mana mahallada turadi. Mana eng muhim tendensiya, men nimani kuzatyapman, mahallada turadiganlar uyini sotib, bu 3 ta 4 ta bolasi bo'lsa, hammasiga do'moq berib chiqib ketishyapti. Va u o'tga xitoyliklar ko'chib kelyapti. Arendaga olib o'sha Xitoy yengillarni nishonlab, bizani mahalla shunaqa bo'lyapti-da. O'zi nimadir sharlarni osib qo'yishganmi? Bizani o'zbek mahallamizda mana shunaqa xitoylik uylar paydo bo'lib qo'yapti-da. Mahalladan ko'chib ketib, domga chiqib ketish tendensiyasi ko'payyapti. Nimaga? Hammaga uy kerak. Odam ko'payyapti, aholi ko'payyapti. Hamma alohida yashash kerak, hammaning o'zining ro'zg'or, oilasi bor. Mahallalardagi xonadonlar sotilib, o'rniga 3-4 ta kvartiraga aylanyapti-da. Mana shunaqa tendensiya bor, lekin bu haqida hozircha hech kim gapirmayapti. Uylarni narxi ham juda. Uylarning narxi umuman kosmos. Men bir xil aytib qolaman, shu Toshkent O'zbekiston emasda deb qolaman. Xuddi shunaqa. Yevropaga kirsa kerak edi. Narxlar bir xilda, chunki kvadrat metr mana bu O'zbekistonning rayonlarda katta muammolaridan biri bu markazlashib qolganimiz. Ya'ni hamma Toshkent bo'lib qoldi. Ruscha aytganda Dvish Toshkentda bo'lib qolganda. Chunki hamma tirikchiligi Toshkentga bog'lanib qolgan, hamma katta kompaniyalar, boshqalar hammasi Toshkentda, bazasi misol uchun loqal bizada vodiyda bitta muhim shahar, o'rtada misol Samarqand muhim bitta shahar, yana Xiva bitta muhim shahar bo'lib, hammasi birdek rivojlanganda, aholi ham birdek taqsimlanadi. U faqat Toshkentga berilyapti. Xiva, Samarqand, Buxoro, ular baribir anaqaroq o'shanga mana faqat Toshkent markaziy nuqta bo'lib qolyapti-da. Ya'ni o'shanga mana hozir yangi Toshkent qurilyapti, boshqa bo'lyapti. Ya'ni shahar kattalashyapti-yu, chunki shuncha aholini sig'dirish kerak. Turizm в основном Samarqand, Xiva, Buxoroda-da eng katta turizm bo'ladiganlar. Hozir biz turizm haqida gapirmayapmiz. Yo'q, men aytmoqchimanki, ko'proq bu yoqqa berib qo'yilyapti-da, Toshkentga berib qo'yilyapti-da, o'porda. Uylar ham ko'tarilsa, baribir boshqacha bo'lardi-da. Hamma yoq u razgruzka ham kamayardi, hamma yoq kattalashib. Endi solishtirish noto'g'ri, men solishtirish niyatim yo'q hozir. Mana misol uchun Shveysariyaga borganingizda, muhim shaharlar bor, to'g'rimi? Bern bor, Jeneva bor, Syurix bor. Hammasi bir xil rivojlangan. Siz u yerda ham yashay olasiz. Bu yerda ham xuddi shunaqa komfort darajasida yashay olasiz. Jenevada ham xuddi shunaqa komfort darajasida yashay olasiz. Ya'ni sivilizatsiya jihatidan katta farq sezmaysiz. Lekin hozir Toshkentda yashayotgan odam, 20 yil Toshkentda yashagan odam Samarqandga borsa, baribir sezadi. Baribir sezadi. Samarqand rivojlanmagan demoqchi emasman. Lekin baribir tafovut katta, afsuski. Yoki men Namangan, Andijonga borganda ham, Farg'ona tafovut katta bo'lib qolganda, o'sha tafovut agar teng bo'lib, loqal 3 ta 4 ta markaziy shaharlarimiz bo'lsa, aholi teng taqsimlansa, o'sha shaharlar bo'yicha transportimiz yaxshi ishlasa, mana Afrosiyobimiz bor, lekin o'sha ham korrupsiyaga botib qolganda. Ya'ni siz bemalol xohlagan paytingizda Afrosiyobga olib bilet keta olmaysiz-da. Ya'ni shaharlar aro transport ham oqsab yotibdi-da. Taksi yoki samolyot. Taksi. Samolyotni ham bir 3 kun kutish kerak. Agar bir kunda olaman desangiz, bilet xuddi Maldivga olganda olasiz. Misol uchun baribir poyezd eng xavfsiz hisoblanadi-yu, transport. Ko'nglingiz ham tinch. Poyezdga chiqib olasiz, bo'ldi. Va Afrosiyob bo'lsa 2-3 soatda yetib olasiz, misol manzilingizga. O'ylamaysiz u taksisi yo'lda bosib qolsa-chi, men uxlab qolganimda, hamma misol uchun vodiyga borganlar ham qo'rqadi-yu taksida uxlab qolishgacha. Qarab, anaqaga ham taksichiga qarab ketamiz-ku. Uxlab qolmasin, bosh chaqirib turib gapga solib boshqa. Ya'ni transportimiz ham bor, lekin nimagadir hamma maza qilib foydalana olmaydi. Ya'ni o'shaning uchun ham o'zimizga o'zimiz hozir qaysidir ma'noda dushmanlik qilib qo'yganmiz-da.
Ya'ni agar shaharlarimiz bir xil rivojlansa, mana shu muammoimiz ham ozgina misol uchun kamroq bo'ladi deb hisoblayman. Shu joyda nimaga hamma Toshkentga intiladi? Ko'chgisi kelaveradi. Chunki endi hamma tirikchilik Toshkentda-da. Shu sabab kompaniyalar Toshkent Toshkentda. kommersiy shahar bo'lib qolmadimi degan. Endi mana misol uchun megapolis shaharda, misol uchun Toshkentda aytaylik hamma katta kompaniyalar Toshkentda. Misol uchun siz siz nimaga Toshkentga kelib ishlaysiz? Nimaga vodiyda ishlaymaysiz? U sizga oddiy savol. Chunki kommunikatsiya hamma ishingiz mana shunda tez bitadi, to'g'rimi? Tez bitadi. Xuddi shunaqada, hammada shunaqa bo'lib qolganda. Ya'ni juda ko'pchilik kelib mana yetkazib berishda ishlashadi, to'g'rimi? Chunki Toshkentda juda ko'p ovqat buyurtma beriladi. Masalan, yetkazib berishda, hattoki mana vodiydan kelib yoki vohadan kelib taksi qilishyapti O'zbekiston, Toshkentda. Chunki hamma harakat mana shunda bo'lib qolganda hozir. Sepochkani qarang. Ketishini tortib ketishini qarang. Hozir Afrosiyob dedilar mana masalan. Agar Afrosiyob to'g'irlansa, 4 soatda Xorazmga borib keladigan bo'lsa, agar mabodo qo'yilsa shu narsa, bilasizmi, qanaqa rivojlanadi viloyatlar? Qanaqa darajada rivojlanadi? O'sha kompaniyalar ham, boshqalar ham mana Toshkentda siqilib, probkalarda o'tirgandan ko'ra, borib Samarqandda yoki Buxoroda yoki O'tbetda ochardi-da, tinch havoda maza qilib, odamlar ishga 1 soatda, 2 soatda kelib ketaverardi, borib shu Afrosiyob orqali boshqa qilib biletlarga normalniy narx qo'yganda. Juda ham zo'r anaqa bo'lardi. Misol uchun Shahrisabzga borib kelaman desangiz, qatna olaysizmi? Qatna olmaysiz-da. Shunaqa. Misol uchun anaqa perivallardan, kitoblardan o'tib borishingiz kerak-da, misol uchun Shahrisabzga ham. Qanaqadir qulay transport, doim bemalol biletlarni oladigan, ustiga kimdir qo'yib sotadigan bo'lmasa, maza qilib biletlarni olib, o'ylamasangiz-da, misol mana Yaponiya, aka, borgansiz Yaponiyaga. Men jinni bo'lib qolganman. Osakaga misol uchun aytaylik, ertalab turib bormoqchisiz, shuni biletini olasiz, shuni ketaverasiz. Shuni borasiz. Xuddi metroga o'xshab-da, borasiz. Ulgurmasangiz ham bir kunda nechta reys bor? 1 soat oraliga bittasiga uspet qilmadim men biletiga, uspet qilmadim Afrosiyob o'shanaqasiga, скоростной poyezdiga bordim, 1 soatdan keyin bilet bordi. Shunda oldim, borib bu narsa yeb olay, sendich yeb olay dedim, bordim, kelsam o'sha bo'ldi, o'sha 1 soat o'tib ketib bo'lgan, ketdim o'shanga qarab. So'chon o'ylanmaydi, o'ylamaysiz. Siz ham o'ylab o'tirmassizda, 45 minutlik Toshkentga yo'l bo'lganda agar Afrosiyob, bu yoqqa kelib o'tirmassizda, realniy borib, o'sha yerda o'zingizni uchastkangizni mazza qilib katta hovlida yashagan bo'larsiz. Keyin mamta kelib domda yashagandan ko'ra deyman-da. Kompaniyalar ham kelib ketish oson-ku deb turib, o'sha yerda qurib qo'yardi o'zini anaqasini. Bizdan hayron qolganim aka, bizni ketishimiz kerak edi poyezdda. Osakadagi bitta tur kompaniyadan bizni sotib olgan edik, internetda onlayn sotib olgan. O'sha ertalab turib, bizni 9 da ketishimiz kerak edi. 7 da turib Osakadan Tokioga kelib bizani kuzatib olishga kelgan. Kuzatib olishga, tushunishingizcha uchun kuzatib olishga 300 kilometrdan kelyapti-da. Kelib bizani kuzatib olyapti. U ketmayapti hech qayerga. Yana qayta Osakaga ketyapti. Lekin shunchalik poyezdlarga shu darajada bemalol ishona olasizki, siz sizni umuman podvodit qilmaydi. Umuman podvodit qilmaydi. Sekundigacha birinchidan to'g'ri boradi. Va o'ylamaysiz siz anaqa bo'lmay qolsa-chi, ketmay qolsa-chi yoki unaqa bo'lsa-chi, bilet ola olmay qolsam-chi, yo'q bo'lib qolsa-chi, yo'q, unaqa narsani umuman avtomatik miyangizdan chiqarib yuborasiz. Siz uje avtomatik tarzda hamma shaharlar bir-biriga uje bog'langan-da. O'sha nimaga Afrika rivojlanmagan aka mana? Nimaga Afrika rivojlanmagan? Chunki bog'lanmagan shaharlar, katta shaharlar bir-biri bilan bog'lanmagan. Chunki mana Britaniyaliklar koloniya bo'lgan paytda Afrikadan resurslarni olib chiqib ketish uchun bog'lagan faqat. Misol uchun shaharni port bilan bog'lagan. Shahar bilan emas. Misol uchun odamlar A nuqtadan B nuqtaga qulay borsin demagan. Biz o'sha resurslarni portga olib chiqib ketaylik qulay deb qurilganda, o'shaning uchun Afrika rivojlanmay qolib ketgan. O'shada mana bu yerda logistika qanaqa katta muhim rol o'ynab qo'yishi. Mana shu logistika hamma narsaga aybdor deb men ham shuni o'ylayman. U osonroq tushadi-da, masalan, arzonroq ham tushsa kerak deb o'ylayman. Kim mana bu yerda har xil katta razvyaskalarni qilgandan ko'ra deb o'ylayman-da. Bilmayman. Tiqilib hamma anaqaga bitta joyga upor berib, boshqa qilib, agar mana shu Afrosiyoblar to'g'irlansa, poyezdda to'g'irlansa, juda katta problemalar hal bo'ladi deb o'ylayman. Toshkentda noto'g'ri parkovkalar bilan juda ham qattiq kurash boshlashdi. Endi bunda haydovchilar
da aybmi yoki bizni infrastrukturadami и bizda masalan sentr Toshkent mashinalar uchun emas joy bo'lishi kerakmi masalan sentrga kamroq kirgizib o'zi aslida mana Yevropada ham aka o'z necha marta borgansiz markazlarda har doim odamlarga ko'proq prioritet beriladi odamlar bemalol yurishi uchun misol Daniya bilasiz faqat asosan velosipedchilar yuradi piyoda yurishadi jamoat transportida yurishadi boshqa o'shaning uchun markazlar ko'proq agar biz shu narsaga intilayotgan bo'lsak unda mana shunaqa misol uchun hozir mana perfektum yo'li yopilgan to'g'rimi faqat piyodalar uchun qilingan bu zo'r narsa ya'ni odamlar ko'proq o'zini shahar piyodalarga tegishli deb o'ylab bemalol yurishi uchun zo'r bizda shu muammoimiz bilasizmi nimadan iborat biz ko'pincha sallasini olmaymiz kallasini olib bittada ya'ni men ba'zi joylarda mantig'ini sal tushunmay qolaman misol uchun mana hozir pul to'lab qoldirsangiz bo'ladigan parkovkalar qilishdi to'g'rimi yo'l yuzida lekin o'sha joylar juda ko'p hozir mana pul to'lab mashinangizni qoldirsangiz bo'ladigan parkovkalar oldin to'xtash mumkin emas mashinangizni qo'yish mumkin emas joyida demak pul qo'ysangiz mumkin o'zi mumkin emasmi ya'ni shunaqa o'zi mumkin emas o'zatga znak turadi yo'q o'sha qarang hozir mana mantig'imiz shundan iborat bo'ladiki pul qo'ysangiz lekin mumkin bo'ladi misol tonirovkada ham shunaqa o'zim tonirovkani oldin ruxsat berishligidan oldin qancha bahonalarimiz bor edi tonirovkani qilmasligi voy unda biz bilmaymiz mashinani ichida nima olib yurilyapti nima qilyapti lekin pul bersangiz lekin как будто bu muammolarga ko'z yumilar ekan g'alati-yu boyata sizlar nima qilsanglar ham yarashaveradi hammasi bizda shu to'g'ri kelib ketaveradi mantiq qilsam tushunishim qiyin bo'ladida ya'ni oldin qo'yish mumkin emas edi hozir pul bersang qo'yish mumkin ya'ni mana shunaqa mantiq joylari borda ana nima edi ana shakarsan shakar dilni yaratadigan ham pul tilni sayratadigan ham pul deydi shunaqa yomon ba'zi yo'nalishlarda tushunarsiz qonunlarda ya'ni misol uchun mana hozir zapravkalarimizda faqat naqd bilan faqat karta bilan pul to'la olasiz naqd bilan to'la olmaysizda nimaga qonunlar bir biriga qarama qarshi kelyapti nimaga hozir bu mana biz faqat karta bilan to'lashimiz qonunchilikka o'zgartirish kiritilmasdan turib qolyapti nimaga bizda kupyuramizda yozib qo'yilgan banknotamizda bu hamma joyda o'tish shart deb lekin biz uni o'tkazib qonunni biz поддержка qilmaymiz-da o'shaning uchun oldin bunaqa chiqarib qo'yib turib keyin bunaqa bo'lyapti-da noto'g'ri bu narsa chunki pulni o'zida ham yozib qo'yilgan bu narsa hamma yoqda o'tish kerak majbur olish kerak sababsiz boshqasiz o'tish kerak O'zbekiston banknotasi ya'ni o'tmasligi haqqi yo'qda aslida rasul aka yo'llari sog' bo'lsin rasul kusherbayev rasul aka mana haqiqiy fuqarolik jamiyatini nima desa bo'ladi oldinga surayotgan insonda o'zlari kurashyaptilar kim kurashyapti siz kurashyapsiz men kurashyapman okey lekin kurashyaptilar lekin gap bo'lishi mumkin emas vaqtlarini asablarini o'sha narsaga ketkazib sudlarga berib vaqt kutib buni javobini ya'ni bizda aytmoqchi bo'lganim o'ylangan narsa aslida to'g'ri bo'ladi o'ylangan narsa ya'ni g'oya o'zi zo'r biz mana shunaqa 5 yildan keyin yoki 10 yildan keyin asosan piyodalarga prioritet qilingan yo'l harakatini xohlayapmiz misol uchun 5 yildan keyin Toshkent shunaqa bo'lishi kerak 10 yildan keyin bunaqa bo'lishi kerak g'oya har doim zo'r uni amalga oshirish har doim juda ham toporniy usul bilan qilinadi qanaqasiga bittada bang etib jamiyat o'zgarib shunaqa bo'lishi kerakmi ya'ni ularning mantig'ida shunaqa bo'lishi kerak yoki mana boshida bilsangiz urnalarni ham shunaqa qilishmoqchi bo'lgan bittada hamma joyda qog'ozga plastikka 2017-yildan shunaqa qonun qilishgan hamma mahallada shunaqa bo'lishi shart hamma ajratish kerak umrida chiqindi saralamagan odamlarga bittada 3 xilga 4 xilga saralashni buyurib qo'yishyapti qonunchilikda qanaqasiga bo'lmaydi bunaqa jamiyat har doim bu narsaga qadamma-qadam keladi ya'ni yoshlikdan bu narsa o'rgatilishi kerak sizni ichidan ta'limdan boshlaydi bog'chadan boshlaydi o'shanda misol uchun aytganman-da u birinchi kurs subyektiv paytidan aytib kelaman bu narsani ya'ni bizda qonunchilik har doim mana shunaqa zo'r narsa o'ylanadi o'ylanishi zo'r g'oya zo'r lekin uni amalga oshirish
Yo'q, yaxshi perspektivli narsa, no, lekin bu yoq tomonidan zapret qilib turib, buni qilish xatoda. Oldin o'sha Afrosiyobdan boshlash kerak degan gap ham bor-da bu yerda. Oldinroq boshqa narsalar ham bor. Endi yana bitta zo'r qonun bor, mana xuddi shunaqa qilingan 12 ballli sistema boshlanadi. Haydovchilik guvohnomasi 12 ball bersangiz, siz ayrilasiz undan. Qanchadir muddatga va yana boshqatdan topshirish Bu kerak. ham juda ham ko'p davlatlarda bor tizim, ya'ni Mana bu yerda bitta jarima tizimi, ya'ni qanchadir ball yig'ganingizdan keyin pravani aniq qilish. Bu fikrimcha bu ham mana yaxshi o'ylangan narsa. Zo'r narsa Chunki bu. haqiqatan bosib yuradiganlar, ani o'pkasini bosa olmaydigan odamlar uchun zo'r narsa. Men Hozir masalan endi bosib shtonni yurdim. yechib suryapti-da. Ya'ni bunda qo'pol qilib aytganda shtonni yechib surishyapti, ya'ni nomerni olib qo'yib surishyapti endi. Yo'q, lekin aka mana muammo biz o'ylaganimizdan ancha chuqurroq, yo'l harakati bilan ayniqsa o'smirlar mashinani haydashi, qanaqa bosib haydashlari bo'yicha-da. Ya'ni maqtanib, storieslar olib haydashadi-yu. Ko'rgan bo'lsangiz kerak, nechta bola ani shashka qilib o'tib ketishlari, boshqa qilishlari, maqtanib, mana hozir biz ham bunaqa o'tib ketdik yoki mana yaqin o'tmishda bo'tgan narsa. O'smir bola xodimni urib ketgan. Ya'ni bu narsalar ko'p bo'ladi aslida. Biz o'ylaganimizdan ko'proq bo'ladi-da. Lekin bu narsa bilan albatta kurashish kerak. Bu choralardan bittasi bu ham deb hisoblayman. Aslida bu ham zo'r o'ylangan narsa. O'zi asli, lekin buni ham birdaniga qilib qo'yishdi va masalan, u menga bitta yoqmagan narsasi, masalan, radarga tezlikka 10-20 tezlikkacha o'tib ketishingiz mumkin, ana bir minimal kalib, shunga ham yarim ball berib qo'yapti-da. Yaxshi-da, yaxshi. Buni men yaxshi deyman, sizga yoqmasligi mumkin bu narsa. Yaxshi, odamlar o'rganadi. Qizilni jo'stka qilgan, undan ko'proq beradi. Ball, qizildan o'tmasligi bu juda ham zo'r degani. O'rganamiz. Yig'laymiz, dotlaymiz, o'rganamiz. Lekin faqat iltimos shu narsani до конца ishlaylar. Bir kunda hal qilsanglar bo'ladi bu narsani. Masalan, men hozir menga 4 ball kelgan уже. Skoroskga. Men Chorvoga chiqib kelganman. Chorvodan qaytgunimcha mana shu 4 balli shtraf yig'ib qo'yganman. Lekin men o'shani detalizatsiyasini ko'ra olmayapman. So'rasam, nima deydi? Sudga boring deydi. Kak. Men nima uchun qancha balo o'tganimni ko'rishim kerak-ku, to'g'rilab qo'yinglar. Xudo xayringlarni bergur. Hozir qaysi shtrafingizga qancha olganingizni ham bilmaysiz. Yo'q, detalizatsiya yo'q. Gayi ham bilmaydi bu narsani. Sudga chiqishingiz kerak deydi. Ilovalarda ko'rsatmayapti. Yo'q. Просто 4 ball deb qo'ygan bo'ldi. Detalizatsiya yo'q. Nima ichida qancha u yoq, bu yoq, unaqa. Shuni ochiqlaylar. Nima u sizlar, ana savdogarmisizlar yoki bilmayman, bozorchimisizlar yoki ana narxi nech bo'lsa direkt sizga yozdim degandek qilib. U juda ahmoqlik bu. Sal nito'roq bu narsa. To'g'rilab qo'yib, cho'tki qilib, odamlar bilsin nima uchun qancha ball kelayotganligini. Internet magazinlarga gapirsak-ki, internet magazin, marketplace'lar offline xaridlarni o'ldirib qo'yapti. Masalan, 10 yildan keyin oddiy magazinlarga talab kamayib ketarmikin shunchalik, nima deb o'ylaysiz? Bu Bozorga birinchi o'chirdi. Bozorga masalan, hozir Uzum bor, Wildberries, shunga o'xshash marketplace'lar bor. Uydan turib, masalan, xohlagan narsangizni hozir zakaz qilib qo'ysa bo'lyapti-da. shunaqa, lekin baribir misol uchun marketplace'lar orqali buyurtma berganingizda baribir qimmatroq bo'ladi narxi. Chunki bilasiz, u do'konda xuddi o'sha do'kon borsangiz boshqacha narx, lekin marketplace'larda boshqa narx turadi. Har doim tekshirganman-da bu narsani. Lekin qaysidir ma'noda bu ham orqaga qaytmaydigan jarayonlardan biri-da. Ya'ni odam qancha komfort bo'lsa, shuncha o'sha narsaga tez o'rganadi. Hamma narsa hozir internetda bo'lib qoldi. Men ham juda ham ko'p ishlataman, masalan, ovqatga buyurtma berish yoki bu narsa kerak bo'lib qolsa, shu buyurtma berib olib olish, chunki qulayroq. Ya'ni vaqtini tejaydiganlar albatta shu yo'lni ishlatadi-da. Shunaqa. Lekin bu offline do'konlarni o'ldirib qo'yadimi? Lekin O'zbekistonda har doim bozorga borib narsa olish madaniyati bu bizda nafaqat bozorga borib narsa xarid qilish, bu faqat bizning talabimiz emas-da, bu qadriyatimiz ham-da. Ya'ni bolaligimizdan o'zi umuman ota-bobolarimiz
ham o'sha bozorda anaqa qilishgan-ku. Misol uchun nima olsa ham bozorga borib, savdolashib, boshqa qilib. Endi bu narsa yo'q bo'lib boryapti. Bu narsa sekin yo'q bo'lib ketyapti. Masalan, hozir biz yoshligimda dadam olib borardi, qo'limni yetalab, men ko'tarib, qo'llarim mana bo'lib ketdi. Vibe deydimi, anaqasi o'zi boshqacharoq edi. Yo'q, men misol uchun bozorlar ham aytmoqchi bo'lganim, hozir gipermarket bozorga aylanib ketib qolyapti-yu. Ya'ni klassik bizning tushunchamizdagi bozor emas, balki zamonaviy bozorlarga aylanib ketyapti-yu. Lekin menimcha borib olish endi yo'q bo'lib ketmasa kerak deb o'ylayman. Lekin baribir internet o'z ulushini oladi albatta, anchagina kattagina ulushini oladi. Endi shu gipermarketlar qoladi-da, faqat katta. Odam borganida bittada hamma o'ziga kerakli narsani olib ketishi uchun. Bitta anaqa buni ko'proq gapirish kerak deb o'ylayman bu narsani. O'zbekistonda juda ham ko'p bo'ladi bu holat. Masalan, moliyaviy piramidalar. Mana shu narsalarni juda ko'p o'qiyman. Bittasi yopilsa, ikkinchisi kirib kelaveradi. Nimaga odamlarda hali ham shu narsa shakllanmagan? Nima deb o'ylaysiz mana shunga? Boyagi mavzuyimizga juda ham bog'liq mavzu. Ya'ni boya aytdik-ku, nimaga faqat Toshkentda rivojlanish maksimal darajada, qolgan shaharlarda past. Chunki men o'zim Buxoroga syomkaga borganimda, Buxoroni sal chetrog'idagi joyga borganmizda syomkaga. O'shanda odamlar internet nashrlar nima, ma'lumotni tekshirish degan narsalarga umuman begona-da haligacha ularda. Ular ko'rgan narsasiga ishonadi. Ularga haligacha shunaqa insonlar bor, juda va ular ko'p, millionlab insonlar O'zbekistondagi televideniyada chiqqan narsa bu fakt deb uni umuman hech qanaqa tekshirmasa ham bo'ladi deb qaraladi-da. Ya'ni haqiqiy avtoritet hali ham televideniya avtoritetligicha qolgan insonlar ko'p. Internet nashrlar, qaysidir ma'lumotni tekshirish degan narsa juda ko'pchilik haligacha yo'q. Ya'ni biz o'ylaymiz, biz o'zimizni fikrlashimiz bilan, atrof muhitimiz bilan, yaqin odamlar o'zidan kelib chiqib xulosa chiqaramiz. Nimaga voy oson bu ko'rinib turibdi-yu bu moliyaviy piramidaligi deb ayta olamiz-da. Lekin shunaqa hududlarda yashaydigan odamlar mana Toshkentga o'xshab rivojlanib ketmaganligi uchun u yerda aholini fikrlash darajasi ham hali u darajada yuqori bo'lmasligi mumkin-da. Chunki mana aytamiz, o fact check eng muhim narsa bu fact check. Inson hozirgi ayniqsa sun'iy intellekt avj olayotgan paytda biz har bitta ma'lumotni o'z aslida tekshirishimiz kerak-da. Lekin shunaqa aytayotganimdek, shunaqa hududlarda ular shuni ko'radi, ishonadi. Ularga videoda kimdir montaj qilib tayyorlagan narsasi bo'lsa, wow deydi. Bu demak haqiqiy bor narsa. Masalan, Islom Ibrohimov olib chiqamiz, Bill Gates O'zbekistonga kelganini saxtalashtirib boshqa qilgan, o'sha narsaga ishongan odamlar bor-da, aka. Shunaqa sodda insonlar bor. Bu narsani biz ochmiz. Ya'ni tekin joyga oson. Eng qizig'i mana eng achinarli va eng qizig'i og'aynam ikkita mashinasini olib borib bergan Ahmadboyga. Aytayman, o ko'rinib turibdi-ku. Piramida bu desam, bilaman. No, qachon yopiladi bu? Ochlikni qarang, ochlikni qarang. Bilib turibdi piramidaligini. Olib borib beryapti. Men shu 3 oyda o'zimnikini olaman degan umidda. Yo'q, o'sha olib borgan paytida oxirgi mashinasini ko'proq bersang, ko'proq olasan degan paytda ikkita mashinasini pulini olib bo'lganini ham topshirgan, bittada yopilgan. Mana shu ochligimiz, pamoymo juda katta rollar o'ynaydi. Oson boyish, tez boyish. Shunaqa. Tekin pishloq faqatgina qopqonda bo'ladi. Mana shunaqa temada sekin biz ham yakunlaymiz. Ko'rsatuvni depressiv anaqa yopib qo'ymadimiz. Oxirida zo'r, bular juda ostri temalar. Bizda gapirmasa kimdir baribir gapiradi. Ertaga bundan-da kuchliroq gaplar chiqadi. Так что normalniy bo'ldi. Sizga qisqa savollar bor. Qisqa javob bersangiz bo'ladi. Blitz savollar. Blitzga o'xshash. Sizningcha eng keragidan ortiq maqtalgan davlat. O'zim borgan bo'lishim shartmi yoki bormagan bo'lsam bo'ladimi? Borganingiz ham, bormaganingiz ham agar naqsiz zo'r bo'lardi. Hozir bitta qaraydi o'zi qaysi davlatga borganingizni. Nimadir esimdan chiqmadi. Shu kunlarga hammaga nasib qilsa, shu kunlar. Qayerga borgansiz? Voy, hozir qayerga borganmiz? Telefondan qarab olay. Unaqa ko'rinmasin. Men adashib ketmay, nimadir esimdan chiqib qolib. Ha, kuldinglar. Instagram aktualniga kirgin bila olasan-da. Fur bo'ladi, nima? Unda oxiriga yetolmaysan. Qaysi shaharlarga boryapsiz hozir?
O, bilaman. Voy. Qatar. Chunki Qatar ko'pchilik jahon chempionatidan keyin o'zi hype bo'ldi. Lekin hozir borsangiz, haqiqatdan arvoh davlat. O'zi bilasiz, kichkinagina davlat, katta emas, lekin juda boy davlat. Lekin bitta borganingizda shunaqa qalbi yo'q davlatda. Shunaqa borasiz, birinchidan issiq u. Obedda hech kim ko'chaga chiqmaydi, tushlik paytida asosan kechqurun hayot qaynaydi. Qaynagan paytida ham o'zi qaynamaydi, lekinda shunda borasiz, bo'm-bo'sh plyajlar, bo'm-bo'sh ko'chalar, ichkarida to'g'ri savdo mollarining ichida hayot bo'ladi, lekin baribir boshqa joylarga solishtirganda ancha odam kamda. Meni o'zimda shunaqa taassurot hosil bo'lgan. Qatar qalbi yo'q davlatda. U shunchaki tashqaridan dron kadrini ko'rsangiz chiroyli ko'rinadi. Vau, men osmono'par binolar, mamlakat Shu narsani bilgandim, turlar chiqib ketib qoldi. $150 ham bilet ichida, ham otel ichida bir haftaga. Tasavvur qiling. Men shundan sezgandim men o'zi borib. Shunaqa, meni fikrimcha Qatar lekin. Bormagansiz, lekin shunaqa deb o'ylagan shaharingiz ham bormi, davlat? Bo'lish kerak. Hozir eslab ko'raman. Tak. Bormaganim yetmay qolay. O'zim lichniy opitim bo'lgani yaxshiroq. Hozir eslab ko'radigan yana Ketdi. Qatar. Mayli. Qaysi davlatda o'zingizni qanday tushuntirsa bo'ladi, qo'rqinchli bo'lgan sizga u davlatda yurish? Qandaydir o'ziga, o'zi bilib ham turibman, lekin ikkita davlat, Amerika Qo'shma Shtatlari va Braziliya. Amerika Qo'shma Shtatlarida hammada qurol bo'lgani uchun, ya'ni shunaqa hududlari borki, kutmagan joyingdan kelish mumkin. Biz intervyu olayotgan paytimizda pastda qanaqadir shovqin bo'lib ketib qolganda, bilamiz, u yerda hammada qurol bor. Va aynan o'sha kuni intervyuda gapirib berishyapti. O'zbek yigitni Chikago markazida otib ketishgan. Kulgili emas, lekin real u bola o'lgan, yosh bola. Adashmasam 18 yoshli yigit edi. Ya'ni hech nima qilmaganda u bola. Shunchaki o'sha noto'g'ri paytda, noto'g'ri joyda bo'lib qolgani uchungina o'lganda o'sha bola. Amerikada bunday holatlar juda ko'p. Pitsa yetkazib beruvchi shunchaki borib pulini ber desa, pitsa uchun o'zi uchun so'ramayapti. Tirs, mana. Nito rayon, nito joy. Yoki benzin quyish shoxobchasida tirs. Mana shunaqa keyslar juda ko'pda. Shu darajada ko'pki, u federal yangilik darajasiga chiqmaydi. Ya'ni yangiliklarda mana warning deb olib chiqishmaydi-da. U o'sha shtatda yengilligi yoki shahar yengiligini ichida qolib ketadi, tabloidlarning. Norma ular uchun. Norma bo'lib qolgan. Mana maktablarning ichida mass shootinglar, yosh bolalar оружие bilan maktabga borib o'zini anaqalarini bullying qilgan bolalarni otib tashlashi, o'qituvchilarni otib tashlashi, o'shaning uchun Amerikada qo'rqinchli bu ma'noda. Braziliyada o'zimning hayotim uchun eng qo'rqqan vaziyatim bo'lgan u yerda. Chunki esimda 3-chi marta favelaga qaytib borayotganimizda o'sha yerda esimda baykda ketyapmiz, taksi baykda ketyapman. Uydagilar menga o'g'limning videosini yuborishganda, men shu baykni bundoq qilib ochib ketyapman-da, miyamga tegib qaytib boraman, to'g'rimi? Uyga deyapman-da, o'zimga. Shu qotgan hozir riskim stoyitmi? Men uyda bolam kutyapti, oilam kutyapti, ota-onam kutyapti degan narsa o'shanda tepganda, o'sha kunani to'polonlar bo'lgan kunida, tanaki. O'shanda hayotim uchun qo'rqqanman. O'shanda haqiqatdan qo'rqqanman. Men eng qo'rqqan joyim ayting. Favellar tugadi, hamma narsa chiqdi, boshqa qildik, u qildik, bu qildik. Inning kuni biz ketishimiz kerak. O'sha favellardan chiqqanimizdan keyin ertasi kuni bo'shmiz. Mototsiklga menga bir ikkita narsa kerak edi. Yuring, Jamshidxonaga mototsiklga narsa olinglar deb olib bordim. Где-то bir 20-30 kilometr uzoqroqqa bordik. Tushdik, boshqa qildik, kirdik magazinga, Jamshidxonaga menga olib kelib, telefonda ko'rsatyaptilar. Mana buni qarang, o'sha otishma bo'lganda halok bo'lgan anaqalarni, banditlarni, o'sha anaqalarni, gruppirovkalarni olib chiqib shaharni mana joyiga sekin terib qo'yishayotgan ekan. Yuring, mana shu yoqqa borib olamiz, ko'rsatuvni davomini deyaptilar. Siz borgan do'kondan 3 kilometr uzoqda edi o'sha joyimizda.
Juda yaqin. Boramiz, o'sha syomka qilamiz, yo bu deyaptilar. Aka, u yerda hozir qasos olaman deb ular ataka qilib qolsa-chi, bo'lishi mumkin. Shunaqa bo'lishi mumkin. Ularni aka-ukalarini o'ldirishganda, boshqa qilishganda, o'shanga boringlar dedilar-da. Endi men bilmayman, yuringni yutib bo'pti dedim-da, rozi bo'ldim. Taksi keldi, taksiga o'tirdik. Ketyapmiz. Endi xayolimdan millionta narsa o'tyapti-da. Aka, yo'lni nari betidan Zoroladan olaylik deyapman-da videoga-da. Yaqinroq boraylik, yo'q deyaptilar-da, bilaman-da. Endi bir 10 minut o'tgandan keyin bo'ldi, keldik dedi. Bitta qarasam, mehmonxonamiz tegidamiz dedi. Aldagan ekanlar. Aldaganmisiz? Plan o'zgargan, yo'lda plan o'zgargan. Men aytganman, yo'q, qo'y degan. Bizga kimdir rahmat deb ana xizmat ko'rsatgan jurnalist maqomini berib bizga kimdir statuya qo'yarmidi? Biz qilishga arzimaydi deb keyin mehmonxonaga o'rganmanda, akamga tekshirish uchun aytsam, ular ham yo'q. Ana Seriyozmi? O'sha tayyorlanib ketyapman-da, o'shada nima bo'lar ekan bu yerda deyapman. Orada qolib ketish shansimiz o'tda juda ko'p edi-da. Ayoqda ham hatto bir nima qilib, zanalik ro'za bo'lar, o'tda promoy turishimiz kerak. Voy. Xo'p, qaysi davlatga hech qachon qaytib bormasingiz? Mana aniq Braziliyaga bormay turgan bo'lardi. Paka-pakalayni o'zgarmaguncha-da. Ana favellalarda rasmiy turibam deb to'g'ri. Shaxsga bilib qolsalar, ana $100,000 вознаграждение shaxsga o'zlari olib boradilar. Narxonaga ikkinchi favellasi ham bor ekan. Kimdir borganamiz. Biz bittasiga kirdik-ku, ikkinchisi ham bor ekan. Eng kuchli taassurot qoldirgan davlat. Paka. Hozircha. Shvetsariya. Yaponiya, Shvetsariya. Xo'p. Yana bitta savol. Agar xohlasangiz javob bera olasiz. Qaysi travel bloger ortiqcha ko'p maqtalgan sizcha? Qaysi? Keragidan ko'p maqtalgan. Anaqa hype kuchli, lekin unchalik kuchli emas. Yo'q, uni bilmas ekanman. Savol o'zi ham bilmayman, qanaqadir maqtalgan bo'lsa, demak, nimadir zaslujit qilgan. Bitta ma'noda переоцененный bloger, mana travel bloger. Ruschada anaqa qilganda. Yo'q, unaqa bilmadim, to'g'risi. Qachonlardir zo'r bo'lib turib, hozir skatitsa qilgan bo'lishi mumkin, lekin Da. Uni bilmadim. Unaqa menda yo'q lekin. Men bo'lmasam agar. Sizga gap yo'q, chunki travel bloggingda boshqa darajaga yetkazgan insonni bilaman sizni. Rahmat. O'zbekistonda. Siz bering shuni. nima deb beraman bu narsani endi? Nima emishki, O'zbekistonda oilaviy baxtli bo'lish, baxt indeksi ko'tarilganmish. oshgan. Kim shuni belgilabdi? Tarqalibdi-da, shunaqa gap. Mana shunaqa deb belgilashibdi. Biz zakazmi? Menga yo'q bilmadim, zakazmi yo'q. Menga har doim qiziq bo'lgan bunaqa statistikalar qanaqa aniqlanishi, chunki mendan hech kim so'ramadi. Men sizdan ham so'rashman. Da, hech kimdan so'ralmagan. Sizdan so'rashdim. Kimdan so'rashdi mana shunda? Faqatgina o'sha baxtli odamlardan so'rashmagan bo'lsa, Kim uyiga kirib so'rashdi? Sizlar oilaviy emasam- baxtlimisizlar? baxtli emasman demoqchi emasman bu gapim bilan. Lekin bunaqa statistikalarni aniqlash uchun menimcha katta masshtabli so'rovnoma bo'lishi kerak va aholini har xil qatlamlari qatnashishi kerak-da baribir. Maksimal darajada Tepa qatlam emas. rost bo'lishi uchun bu statistika. Lekin afsuski biz boshqa teskari statistikani bilamiz, ajrimli soni ko'pligini. O'shaning uchun endi agar hozir ajrimli mavzusiga hozir kiradigan bo'lsa, bu juda ham katta mavzu. Chuqur tema. O'shaning uchun agar bilsanglar, kommentariyalarda yozib qoldiringlar, izohda qanaqa qilib o'zi bunaqa aniqlashadi, bunaqa statistikani. Sizdan so'rashganmi? Yo'q, mana shuni yozib qoldira qoling. Sizdan kimdir baxtlimisiz deb so'radimi, yo'qmi? Oilaviy baxtlimisiz deb. Oilaviy baxtlimisiz deb so'radimi? Mana biz 5 kishimiz bu yerda, bizdan hech kim hozircha 4 kishi ekanmiz, hech kim so'ramadi bizdan. Agar hamma kommentariyada yo'q deb yozsa, bo'ldi, tushunarli bo'ladi. Fake. Jamshon aka, shu notada chuqurlashib ketmasdan sekin yakunlasak. Menimcha oyog'imizni mana chegaramizni bosib qo'ydik. Nim bosib chegaramizni bosib qo'ydik. Lekin o'tmadik. Lekin suhbatimiz juda ham zo'r bo'ldi, lично menga.
Maza qilib, juda ham qiziq, o'zimni ham qiziqtirgan savollarga ham javob oldim. Rahmat. Maza qilib mana pistalashib suhbatlashdik. Taklif uchun rahmat. Sizga rahmat kelganingiz uchun. Bugun bizlar bilan Pista showimizda Jamshidxon Ziyoxonim bo'ldilar. Qiziq bo'lgan bo'lsa, o'z fikringlarni va taklifinglarni yozib qoldiringlar kommentlarda. Like bosing va обязательно obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin kerak. Rahmat aka kattakon. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Pista show bo'ldi. Xayr.